aziz koderlar va dasturchilikka qiziqqan bugun bizga ekspertning 25-yillik dastlabki meetupi barchaga xush ko'rdik. Bugungi mavzu o'tirib oling. O'zi nima va u nima qaysi vazifamizni bajarishimizga qulaylik olgan va yordam beradi. Ushbu savollarga bugungi meetupimiz davomida albatta javoblarni topishga harakat qilamiz. Shunday ekan, keyin navbatni birinchi bo'lib ilk speakerimizga beramiz. Jamshid Xolaqulov prezentatsiyani qo'yib yubordik. CEO sifatida faoliyat yuritgan Ahmad Qarshoni. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga ko'ryaptim. Yaxshimi? Meni ismim Jamshid. Murodjon aka, xursandman. Jamshid Xoliqulov, Fido Studio asoschisi. 5 yildan beri design, digital, qisqacha developing yo'nalishlarda faoliyat yuritamiz. Oxirgi bizning eng katta tajribamiz no-code platformada bo'ldi. Bugun mana shu suhbatimizni, mana shu mavzuni ochishga harakat qilamiz. Bu mavzu o'zi oxirgi 10 yillikda yaxshi rivojlanib kelyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsak, oxirgi ko'p tendensiyalar yoki o'zi dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar tezlikni, sifatni, tezroq ideyalarni, gipotezalarni tekshirishga tezroq yechim topishga harakat qaratilgan. Men o'ylayman, IT industriyada ham yoki biznesda ham aynan shunday dasturlar yoki tizimlar, platformalar juda katta rol o'ynamoqda. Kelinglar, prezentatsiyani boshlaymiz. O'zi no-code juda ham keng tarmoq, keng texnologiya. Biz bugun gaplashadiganimiz asosan veb-sayt yaratish bo'yicha no-code ko'rib chiqamiz o'zi aslida, lekin biznesni avtomatlashtirish yoki applicationlar yaratishda ham no-codelar hozir juda ham keng tarqalmoqda. Bizning tajribamiz veb-sayt yaratishda. Ozgina statistika aytmoqchiman. O'zi bu bozorni ozgina tasavvur qilishimiz uchun qanchalik kengligi va qanchalik perspektivaligi yoki qanchalik biz o'tda pul topa olamiz, o'zimizni ko'ra olamiz, kadr sifatida yoki o'z biznes sifatida. O'shani qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Mana hozir Research and Markets ma'lumotlariga ko'ra bu agentство, ya'ni statistikalar to'playdi va e'lon qilib boradi. 2020-yilda 10 milliard dollar market cap bo'lsa, ya'ni marketda kattaligi, bozori kattaligi bo'lsa, 2030-yilga borib 187 milliard dollarga baholanyapti. Ya'ni bu bozordagi mana shu investitsiyalar, ishchi kuchi, ishlovchilar yoki frilanserlar, kompaniyalar yoki o'zi umuman no-code platformasi orqali amalga oshiriladigan marketning kattaligi. O'rtacha bu 31% bir o'sish sur'atini ko'rsatyapti, ya'ni 2020dan 2030-yilgacha. Hozir misol uchun 24-yil keldi, mana oxirgi 2 yilda hammaga ma'lum AI texnologiyalar bu 2030-yilga bo'ladigan prognozni ancha tezlashtirib yuboradi. Yana bitta qiziq ma'lumot, 2026-yilga kelib kompaniyalarning 40% dan ortig'i asosan no-code platformalar orqali yechim oladi va ular bunga 33% xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Biz misol uchun o'zimizni kompaniyamiz misolida yoki mijozlarimiz misolida bu narsani уже hozir ko'rib turibmiz. Ya'ni bu endi butun dunyo miqyosida olinyapti. Gartner Consulting kompaniyasini aytishicha 2024-yilga borib 65% dan ortiq mana shu bozordagi platformalar yoki startaplar, kompaniyalar o'zini 65% anaqasini no-code'da ishlab chiqadi degan prognoz bor. Lekin bu haqiqatan ham e'tibor beradigan bo'lsak, juda ko'p startaplar yoki kompaniyalar o'zini qanaqadir ideyasini ko'rsatishda hozir tez no-code platformalarda yoki oddiy biznes, kichik va o'rta biznes ham no-code platformalarda yechim qilib biznesini yuritmoqda. O'zi mani qisqacha tajribamni aytaman. Experience qanaqa qilib no-code platformasiga keldim, men kimman?
Men o'z faoliyatimni 2014-yilda boshlaganman. 2014-yilda dizayner sifatida, grafik dizayner sifatida, keyin 2015-yilda MyTaxi kompaniyasida ish boshladim, UI dizayn bo'yicha. Shundan keyin meni karyeram davom etishni boshladi. Demak, meni eng katta birinchi tajribam MyTaxi, Newmax kompaniyasida bo'lgan. Mana bu yerda developerlarni hozir ko'rishib qoldik, gaplashdik. O'tda men asosan UI, UX dizaynlarini amalga oshirganman. Workly, Express24, mana Express24 hamma biladi. Eng birinchi Express24 applicationini UI-ni men chizganman. Va Takmal Payziyev bilan birgalikda shu proyektni adashmasam 18-yil, 2017-yil dekabrda boshlagandik. Birinchi mana hozir Express24 O'zbekistonda eng yaxshi baholangan va startup sifatida sotilgan proyektlardan bittasi bo'lib turibdi. Men bundan faxrlanaman. Bu proyektda biz UI, UX, mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz prototype, ya'ni shu loyiha launch bo'lishdan oldin prototiplar qilib, bu narsani A/B testlar qilganmiz, o'tda tayyor produktlarga o'tganmiz. Bu meni qisqacha shu oxirgi 10 yillikda tajribam. Boshda UI dan boshlaganman, keyin UX, keyin prototiplar qilganmiz, keyin asosan hozir mana 2020-yildan boshlab tayyor produktlarga o'tishni boshladik. Chunki oldinlari bizga mijozlarimiz UI yoki UX so'ragan bo'lsa, endi tayyor mahsulotni so'rashni boshladi. Nimaga? Chunki biznes kattalashgan sari, talablar oshgan sari mutaxassislarga ham talablar ham kuchayib boraveradi. Ya'ni hozir bugun sizdan faqat backend so'rasa yoki frontend so'rasa, ertaga podключ so'rash boshlaydi. Ya'ni to'liq produkt so'rash boshlaydi. Shunaqa qilib mutaxassislar ham o'sish boshlaydi. 2018-yilda birinchi no-code platformalardan foydalandim. Ichida Wix bor edi, undan tashqari bir nechta proyektlar bor edi. Mana keyinchalik 2020-yildan boshlab Tilda, Webflow, Framer bu loyihalarni уже paydo boshlagandan bir ko'rib, test qilib o'rganishni boshladik, produkt qildik, dizayn chizdik, unda ishlarni ishga tushirib ko'rdik. Ichida menga eng ma'qul bo'lgani Wix. Nima uchun? Shu oxirgi eng top 5 ta no-code platformani o'rganib xulosaga keldimki, o'zbeklar uchun, o'zbek bozori uchun, o'zi umuman butun dunyoda Wix'ni ustunlik taraflari biroz yuqori ekan. Nimaga? Sababi veb-sayt yoki produkt yasash bu bitta ish. Buni amalga oshirish, mana bizni ko'plab bitta texnik, menimcha developer, programmist, anaqa dizaynerlar bo'lsa kerak, bu bitta ish, lekin undan keyin biznesni yuritish bu ikkinchi ish. Ya'ni juda ham ko'p muhim qismi ikkinchi qismda boshlanadi. Wix aynan nafaqat veb-sayt beradi, ya'ni nafaqat sizga produkt beradi, u biznesni yuritishga ham yordam beradi. Bozorda esa eng muhim narsa, biznesmen uchun eng muhim narsa, ya'ni veb-saytni yoki produktni keyingi hayoti muhim, uni rezultati muhim. Misol uchun Webflow yoki Framer yoki oxirgi yillarda ko'p shunaqa platformalar chiqyapti. Ular juda ham zo'r eksklyuziv dizayn yoki produkt berishi mumkin. Lekin uni keyingi hayoti, biznesdagi o'rni uncha ko'p o'ylanmagan yoki integratsiyalari, to'lov tizimlari yoki analitikalar yoki biznesni baholash, shunaqa yoki klientlar bilan, mijozlar bilan ishlash qismlari unaqa hali rivojlanmagan yoki integratsiya qilsa ham qimmat. Ya'ni uni mutaxassisini topish kerak, uni har bittasini subscribe bu juda ham qimmat. O'shaning uchun men Wix tanladimki, Wix ichida mana shunaqa biznesni yurituvchi instrumentlari tayyor. Ya'ni uje mana shu subscribe-ni ichida tayyor turadi. O'shaning uchun biz O'zbekiston bozorida mana shuni oxirgi marta ko'ramiz. Hozirgi kunda biz 100 dan ortiq sayt qilganmiz bu platformada. sertifitsirованный mutaxassis hisoblanamiz. O'zbekistonda yagona bizani bitta kompaniyamiz bor, Fido Studio. Bu shu 2000 dan ortiq aniq specialist bor. Ular tomonidan tasdiqlangan, biz o'shani ro'yxatda turamiz. Hozirgi kunda mana biz hozir digital marketing avtomatlashtirishga ham kelganmiz. Ya'ni biz sayt qilamiz, saytni avtomatlashtiramiz, biznes instrumentlarini yaratamiz. Ya'ni boshdan oxirigacha, ya'ni rezultat kelguncha. Bu Wix'ni o'tgan yildagi yangilangan update, ya'ni Wix Studio imkoniyatlarini ko'rishingiz mumkin.
In Studio, immersive experiences take shape with no-code interactions and custom CSS. Components are developed once, deployed across sites, and sold on the app market. Complex projects come to life with native business solutions that extend with hundreds of APIs and integrations. Teams work in sync, right on the canvas, to make every detail click. And a code-free CMS enables updates without breaking any design, all on a platform engineered to scale. Step into a world of complete web creation. Step into your studio. Bu qisqacha ularning prezentatsiyasi. Men nima demoqchiman? No code degani faqat kod yozmaydi emas, u yerda kod yozib custom ideyalarni bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Biz yaqinda mana hozir eng topoviy trendda turgan tema mavzu bu AI lar. ChatGPTda biz kalkulyatorni kodini generatsiya qilib, tasavvur qiling, dizayner yoki umuman kodga developing aloqasi yo'q inson ChatGPTda kod generatsiya qilib Wix ga tashlayapti. Wixda tayyor kalkulyator chiqarib beryapti. Bu juda ham zo'r. Yoki aytaylik, tashqidan qanaqadir integratsiya qilish kerak, qanaqadir platformani integratsiya qilish kerak, tayyor kodni API larni bersa, biz tayyor uni copy paste qilamiz, joylashtiramiz, Wixda ishlab turadi. Bu juda ham qulay. Nimaga qulay? Sababi agar biz klassik yo'lda qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p vaqt mutaxassislar yoki kod yozishlarni vaqt yo'qotib qo'yamiz. Bu narsa biznesga unchalik qiziq emas. Biznesga nima qiziq? Tez, sifatli va tez ishga tushirish, ya'ni natija qiziq ideyani. Xuddi shunaqa. Hozir men bitta ikkita slaydlar aytmoqchiman. 2024-yilda Wix juda katta o'zida o'zgartirishlar kiritdi. Texnik qismdan, ya'ni oldin biroz eskiroq platforma edi, hozir ancha yangilandi. Ya'ni nuqtai nazar aytmoqchiman, konkurentlardan, aytaylik Webflow, Framerlardan ancha orqada edi. Qanaqa texnologik orqada edi, hozir esa ancha oldinga o'tib oldi. 2024-yilda ular Studio Tab, Automation, Full and Create, mobil widgetlar, shunaqa platformalar qo'shildi. Mana qisqacha aytib beraman. Misol uchun Studio Tablarda biz ko'rishimiz mumkin, maplar ko'rishimiz mumkin. Umuman platformani ichida siz bemalol o'zingiz uchun biznesni avtomatlashtirish uchun xaritalar bilan, misol uchun kim agar digital marketingda ishtirok etgan bo'lsa, emaillarni yoki boshqa klientlarni kelishi formalarni bemalol avtomatlashtirsangiz bo'ladi, yoki invoicelarni, to'lovlarni yoki klientlar bilan, mijozlar bilan kommunikatsiyada qanaqadir avtomatlashtirilgan savol-javoblarni bemalol avtomatlashtirsa bo'ladi. Aytaylik, yana bitta juda ham mana hozir aytgan narsam, ko'p bu Wixda konkurentlarini ko'radigan bo'lsak, bunaqa imkoniyatlari nima deydi, bor bo'lishi mumkin integratsiya orqali. Wix ichida bu narsa tekinga, ya'ni o'shani ichida qilish mumkin. Ya'ni tasavvur qiling, produkt tayyor, uje keyingi biznes hayotida bemalol mijozlar emaillarni, to'lovlarni yoki subscribelarni, boshqa narsalarni yoki aytaylik delivery, ya'ni yetkazib berishlarni ham bemalol avtomatlashtirish mumkin. Shunaqa imkoniyatlar bor. Buni plus ustiga siz o'zingiz kod yozib, yana ham kengaytirish imkoniyati ham ega. Aytaylik, yaqinda 2024-yil avgustda bizni mana shu Wix Studioni yangilangandan keyin marketplace ishga tushirishdi. Agar biz konkurentlarga qaraydigan bo'lsak, misol uchun Webflow yoki Framerlarda ancha oldin marketplacelari, template marketlari bor edi. Wixda endi paydo bo'ldi. Biz bu yerda mana birinchi, ikkinchi ishlarimizni qo'ydik. Mana Marvel degan proyektimiz. Bu 15 kunda 20 dan ortiq sotildi. Mana shu anaqa template. Bu biz testoviy bitta landing page'da ishga tushirib ko'rdik. Natija shunaqa. Yomon emas, u yerda auditoriya bor. Undan tashqari juda ham bitta yaxshi yangilik bo'ldi. Bu proyekt ancha oldin paydo bo'lgan, lekin endi yaxshi ishlashni boshladi. Ko'p dizaynerlar yoki produktlar birinchi Figma'da qilib olishadi, tasdiqlashadi, undan keyin yoki qanaqadir platformalarga o'tkazishadi, yoki noldan qilishadi customni, yoki Webflow, yoki Framer, yoki Wix ga o'tkazadi. Bizda hozir Figma'dan to'g'ridan to'g'ri
integratsiya qilingan plagin orqali chizilgan saytni tez o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. Bu birinchi anaqa funksiya. Ikkinchi funksiya o'tkazilgan saytni AI orqali srazi responsiv qilib zapus qilib yuborsangiz bo'ladi, ya'ni ishga tushirib yuborsangiz bo'ladi, launch qilsangiz bo'ladi. Juda ham qulay, juda ham tez va sifatli demoqchiman. Agar biz klassik yo'ldan boradigan bo'lsak, bilasizlar, juda ham anaqa front-endda test qilinishi kerak, back-endda ulanish kerak, juda ham anaqa vaqtni oladigan yo'l. Undan tashqari Wix'da yaxshi tarafi, ular o'zini platformasida ishlaydigan mutaxassislarni sertifikat berishadi, ya'ni sertifikat orqali tasdiqlanib o'tkazishadi. Bu juda ham yaxshi. Nimaga? Chunki shu orqali biznes qilayotgan yoki frilanserlarni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni ishonchliligini oshiradi, mutaxassisligini tasdiqlaydi. Biz ham bu yerda doimiy ravishda o'qiymiz, sertifikatlardan o'tib turamiz. Mana misol uchun aytaylik, siz web dizaynersiz yoki UI dizaynersiz, kirasiz web misol uchun Wix'ni o'rganib, testdan o'tsangiz, sizga sertifikat berishadi. Ya'ni imенно siz mutaxassis sifatida tan olinasiz va ularni marketplace'iga kiritishingiz mumkin. Yoki developersiz, aytaylik, Wix'da ham yaxshi kod yozsa bo'ladi, Velo deyiladi nomi. Misol uchun ideyani qanaqadir qiyinroq ideyali loyihalar qilmoqchi bo'lsangiz ham imkoniyat bor, bemalol developer sifatida proyektlar qilsangiz bo'ladi yoki kimgadir proyekt qilib bersangiz bo'ladi. Undan tashqari, mana aytganimdek, SEO bor. U yerda juda ham boshqa konkurentlardan farqli jihati, eng muhimi, ya'ni biznesni boost qilish uchun, ya'ni yuritish uchun, kommunikatsiya qilish uchun yaxshi instrumentlar bor. Bunda ham siz bemalol sertifikatlardan o'tsangiz bo'ladi. Yana bitta eng oxirgi o'zgarishlardan bittasi, mana hozirgi kompaniyalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, startaplar yoki o'zimizning katta kompaniyalar AI, уже hamma AI ga 100% o'tib bo'ldi. Qaysi saytga, mana Intercom, Lindy yoki o'zimizning xalqaro katta Salesforce misol AI agentlar chiqardi, ChatGPTdan oldin AI agentlar chiqaruvdi. Hamma AI ga o'tib bo'ldi. Wix'da ham xuddi shunaqa. AI orqali siz bemalol SEO optimizatsiyalarni, taglarni generatsiya qilib ishga tushirib qo'yishingiz mumkin. Hozir vaqt misol uchun aytaylik, kichkinaroq biznes yoki startap bo'lsa, unga ortiqcha odam olib qilishingiz ham shart emas. Kirasiz, o'zingiz yozasiz, kerakli vazifalarni, taglarni qo'yasiz, bo'ldi. O'zi generatsiya qilib, faqat check qilib chiqsangiz bo'ldi, ya'ni ko'rib chiqsangiz bo'ldi. Tayyor, juda ham. Bu kakras bu biznes uchun ham, startap uchun ham juda ham qulay. Ya'ni o'zi umuman bozorga kirish uchun qulay demoqchiman. Undan tashqari bitta zo'r funksiya qo'shdi, Visual Sitemap degan. Bu misol uchun aytaylik, sayt qilyapsiz katta. Aytaylik 30 ta page bor, 30 ta page korporativ sayt qilyapsiz. O'shani biz bemalol ularning bloklari sxemasi bo'yicha sitemap sifatida ko'rib, klientga ham yaxshi tushunishi uchun. Siz nima ish qilyapsiz, qayerda turibsiz, qancha ish qilinishi kerak, hammasini yaxshi ko'rib ko'rsatib tura olasiz. Bu juda ham qulay, chunki aytaylik, tasklarni bajarayotganda platformada qaysi qismlarni, ya'ni aytaylik, yaxshiroq tushunishingiz uchun yoki komandaga tushuntirishingiz uchun yoki klientga tushuntirishingiz uchun juda ham qulay bo'lgan funksiyalarni qo'shdi. Accessibility bu juda ham anaqa qulay. Misol uchun oxirgi paytlarda imkoniyatlarni ochish uchun, ya'ni saytingizda bo'layotgan xatoliklarni yoki unda bo'layotgan to'g'ri, noto'g'ri anaqalarni u sizga rekomendatsiya berib turadi. Aytaylik, bu juda ham marketingda, digital marketing juda ham qulay. Aytaylik, SEO'ingizni, saytingizda SEO'sini to'g'irlayapsiz. Aytaylik, 5 ta etap bor shu saytingiz yaxshi SEO'si bo'lish uchun. Imенно shu narsani sizga aytib turadi. Bu juda ham qulay. Misol uchun aytadi, mana bunaqa kamchilik bor, mana bunaqa yaxshi. Siz shunga qarab bemalol ishlay olasiz. Nimaga bu yaxshi? Sababi mutaxassis bo'lmagan odam ham bemalol kirib bu narsani shug'ullanib qilishi mumkin. Yoki aytaylik, mutaxassis bo'lgan odam ham uchun ham juda ham qulay. Oxirgi mana yana bitta AI bu chat qo'shildi. Mana ko'pincha ko'rsanglar, aytaylik, katta kompaniyalar ham yoki konkurentlar ham saytlarda hozir kompaniyada chat, ya'ni klientlar uchun yoki shu saytga kirayotgan odamlar uchun kommunikatsiya uchun chat bo'ladi. Oddiy narsa. Intercomda foydalanadigan bo'lsak, Intercom $20-22 boshlanadi, eng kichkina tarifi. Misol uchun, endi hozir aniq narxini bilmayman, lekin hozir bu yerda Wix ichida tekinga bor. Plus yana AI
chat qo'shishdi. Ya'ni siz bilan bemalol gaplasha oladi, taglarni yoki so'zlarni qo'shib sohangizga doir ma'lumotlarni berib qo'ysangiz, mijozda yoki kelayotgan odamni birinchi bosqich bemalol suhbatlashib anaqa qiladi. Bu narsani bu imkoniyatni qo'yish bitta klik. Siz bosasiz, bitta klikni bosasiz, tekinga ishlab turibdi. Bu hamma uchun qulay. U konkurensiya. Endi qisqacha tajribamni aytib beraman. Men shu Wix, Tilda, Webflow, Framer platformalarida ishlab ko'rganman, u yerda sayt qilganman, u yerda produktlar qilganmiz, imkoniyatlari, uni biznesdagi o'rni, o'shalarni ozgina solishtirishga harakat qilamiz. Wix'ni hammasida misol uchun interfeys jihatdan juda ham qulay. Shuni xohlagan bu sohani tushunmaydigan odam ham kirib bemalol foydalanish imkoniyatiga ega. Ya'ni unaqa qiyin emas. Qulay interfeys. Funksiyalar, imkoniyatlari hammasida yaxshi sifatli professional sayt qilsa bo'ladi yoki qanaqadir vazifani bajaradigan platforma qilsa bo'ladi. Bu juda ham yaxshi. Men hammasiga plus qo'yganman. Shablonlar soni, misol uchun aytaylik, biznes uchun yoki bu sohani unaqa yaxshi tushunmaydigan insonlar uchun anaqalar bor, tanlovlar bor. Bemalol kirib, biznesingizga, o'zingizning startapingizga yoki sohangizga doir bemalol template'larni tanlab qilishingiz mumkin. Men o'ylayman, bu hammasida bor, tekini ham bor, pulligi ham bor. Ayniqsa, shu misol uchun Webflowda yoki Framerda juda ham zo'r template'lar bor. Oxirgi yillarda bu narsa juda ham trendga kiryapti. Endi integratsiyalarni aytadigan bo'lsak, integratsiyada men Webflow bilan Framerni minus qilganman, sababi bu imkoniyatlar ularda bor, lekin pulli. Bilasiz, biznes uchun har doim subscribe'lar uncha yoqmaydi odamlarga, ayniqsa O'zbekistondagi bozorda. Nimaga, misol uchun, nimaga men anaqaga platformaga, bazaga yoki anaqa yaxshi tushunishadi domenga, anaqa bazalarga pul to'layapman, yana integratsiya uchun Intercomga yana $20 to'layapman, chat yana qanaqadir leadlarni generatsiya uchun yana $20 to'layapman. Aytaylik, email marketing amalga oshirish uchun yana bir $15 to'layapman. Oxirida qarasangiz $200 turibdi. Bu narsa klientga yoqmaydi. Bu narsani siz tushuntirib, klientga o'tkazib, ishlatishingiz uchun ham yaxshigina mutaxassis bo'lishingiz kerak. Bu juda ham qiyin, katta protsess. Ya'ni hamma ham qabul qila olmaydi ommaviy ravishda. Tushunadigan odam bu narsani to'g'ri qabul qiladi, ishlataveradi, lekin bizning bozorimizda shunaqaki, tushunmaydigan odamlar juda ham ko'p. Uni yaxshi konsultatsiya qilishingiz ham dan tashqari pul to'lash ham juda ham qiyin. O'sha tarafdan men aytayapmanki, integratsiyalar Wix bilan Tildada osonroq. Tildada ham men aytmayman, unaqa super zo'r deb, no nisbatan. Wixda esa juda ko'p boyagi texnologiyalar ichida turibdi, instrumentlari. Biznes to'lov qabul qilish. Hozir to'lov qabul qilish O'zbekistonda yo'q bo'lib qoldi. Bilsanglar, O'zbekistonda Gruziyaning startapi bor. Anaqadan Y Combinatordan pul ko'targan, hozir Payzy nomli. Ular O'zbekistonda imенно Wix bilan integratsiya qilib ishlashni boshladi, lekin afsuski soliqdagi ayrim qonunchiliklar sababli hozir bu narsani yopib turishibdi, lekin aslida bu integratsiya bor. Biz o'zimiz ham PayMe'ni integratsiya qilib qo'yganmiz. Bemalol to'lov qabul qilib, internet magazinlar yoki boshqa bir subscribe'li ishlar qabul qilsa bo'ladi. Qolgan, misol uchun Webflow, Framerlar, Tildada ham hozir imkoniyati bor, yo'q emas, lekin o'ziga yarasha kod yozish kerak, o'ziga yarasha integratsiyasi bor yoki tayyor, misol uchun kirding, o'rnatding, ishga tushirding degan anaqalar kam, deyarli yo'q. Misol uchun ayniqsa Uzcard bilan Humoga pul qabul qilish deyarli yo'q. Misol uchun men kuzatmaganman, balkim hozir kimdirlar customni yozgan bo'lishi mumkin, lekin custom ham bu mehnat, custom ham bu pul, nima deydi, unga ham misol uchun klientni ishontirish va pul to'latishga majbur qiladi. Wixda esa bu narsa o'zi tekin edi. Shuna kiras, bitta klik ustanovka bo'ladi, o'zingizning API'laringizni yoki to'lov tizimidagi kodlarni qo'yasiz, bo'ldi, ishlab turibdi, pul qabul qilasiz. Eng muhimi nima? Eng muhimi pul qabul qilganingizdan keyin biznes uchun juda ham muhim narsa analitika. Qancha pul oborot bo'lyapti, qancha foyda qilyapman, qancha zarar qilyapman, qancha skidka beryapman.
tovarim qancha, mahsulotlar. Mana shunaqa savollar bor. Bu narsani nima deydi, hamma platforma ham Webflow, Framer'lar, Tildada imkoniyati yo'q. Chuqur statistika, chuqur analiz beradigan. Wixda bu narsalar bor. To'g'ri, men ayta olaman, misol uchun Shopify bor O'zbekistonda ishlayapti. Butun dunyoda o'zi Shopify e-commerce bo'yicha juda ham kuchli, lekin Shopifyda ham kod yozadigan va integratsiya qiladigan joylari murakkab. Ya'ni hamma ham qila olmaydi. Uning uchun alohida o'qish kerak, uni o'zini tili bor, uni o'zini qiyinchiliklari bor. Ya'ni oddiy insonlar uchun ochiq, dostupniy emas, ya'ni oson emas. Eng oxirgisi marketing va analiz imkoniyatlari. Sayt bu bitta ish dedim, biznes undan keyingi hayotda ikkinchi ish. Biznes uchun eng muhim narsa marketing va analiz. Bu imkoniyatlar bo'lmasa, ertaga sayt bor yo'qligini his qilmaydi biznes. Qachon sayt ertaga real biznesiga boost qilsa, o'shanda klient sizga qaytadi yoki o'shanda klient sizni ishingizni qimmat baholaydi. Aytaylik, hozir men bu sohada ko'p, biz hammamiz bilamiz, Tildada yoki Webflowda, Framer'da sayt qilish, misol uchun $300, $400, xo'p $500,000 gacha boradi. Bu prosta sayt qilib berish. Bu freelancer uchun okey, lekin biznes uchun okey emas. Nimaga? Chunki biznes studiyalarda katta komandalarda o'tdi, komanda ishlaydi, buxgalteriya bor, o'ziga yarasha arenda, nima deydi, xarajatlari katta. Wixni taklifini bersak, menimcha Wix community'ni o'sishiga juda kuchli sabab bo'ladi, chunki yaxshi featurelarni hozir ko'rsatdingiz. Men yaqinda ham sinab ko'rdim, Wix ancha o'zgardi, avvalgi Wixdan ko'tarilib ketgan. Va o'ylaymanki, O'zbekistonda katta o'rin topadi. Rahmat taklif uchun, juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Bu asnoviy Wix kichkina platformalarda ishlaydimi shunda? Misol uchun Zoomga o'xshagan opsotlarga ishlaydimi? Kattaroq proyektlarda, misol uchun davlat proyektlarida qo'llasa bo'ladi, dokument taborot boshqalarda. Men qisqacha tushuntirib beraman. Bu no-code platforma. Bu platformada siz asosan aytaylik korporativ saytlar, e-commerce saytlar yoki landing page'lar, sotuv saytlari, eng misol uchun keng tarqalgan, biznesda keng tarqalgan saytlar qilish imkoniyatingizga egasiz. Davlat tashkilotlariga keladigan bo'lsak, biz davlat tashkilotlari bilan ishlaganda bu platformani tavsiya qilmaymiz, sababi bu no-code cloud sistema. O'zbekistonda qonun bor, server O'zbekistonda bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bu narsani taklif qilmaymiz. Xususiy sektorga ko'proq taklif beramiz. Uzunga o'xshagan degan savolingizga men o'ylayman, e-commerce haqida gapiryapsiz. Wixda marketplace qilish imkoniyati yo'q, lekin internet magazin e-commerce qilsangiz bo'ladi. Wixda shu darajada chuqur qilinganki, siz mahsulotingizni qo'yasiz, to'lov qabul qilasiz, o'zi avtomat yetkazib berishgacha hamma funksiyasi bor. Siz misol uchun dunyoni xohlagan nuqtasidan turib ishlashingiz mumkin. Ya'ni drop shopping qilishingiz ham mumkin yoki o'zi umuman to'liq A tochkadan B tochkaga, ya'ni egasiga yetib borguncha hamma joy avtomatlashtirilgan. Siz bemalol ishlashingiz mumkin, lekin buni ayrim nuqtalari O'zbekistonda ishlamaydi. Misol uchun aytaylik, yetkazib berish qismlari sal hozircha qo'lda qilinadi, sababi O'zbekistondagi yetkazib berish xizmatlari hali unaqa programma nuqtai nazaridan hali unaqa rivojlanmagan. API so'rasangiz yoki platformalariga integratsiya qilish xohlasangiz, anaqa beradi. Nima deydi, ko'pincha qizil mas'ullarga. Hali bizning bozor bu narsa ochilmadi, lekin Amerika, Yevropa, Dubay, misol uchun Singapurlarga sayt qilsak, misol uchun bemalol zo'r ishlatsak bo'ladi. Shunaqaroq. Ishtirokchilar orasida yana savollar bo'lsa, qo'lingiz qo'yish mumkin. Savol mavjud ekan. Assalomu alaykum. Savolim shunday bo'ladiki, hozir bular tariflar bormi? To'g'risi hali birinchi marta ko'rib turibman. Sertifikatlarni saytdan ko'rib chiqaman. Ya'ni foydalanish jarayonida qaysidir necha kunlikdir tekin bo'lishi mumkin yoki qaysidir funksiyalar pullik bo'lishi mumkin. Shu haqida ham ozuncha ma'lumot berib ketasiz? O'sha haqida gapirmayman. Bu subscribe sistemasida ishlaydigan platforma. Ya'ni siz kirib platformaga bemalol sayt qilib ishlatishingiz mumkin, lekin uni domenga ulab haqiqiy biznesga chiqarishingiz uchun pul so'raydi. Ya'ni subscribe $12 dan boshlanadi. $9-12 dan boshlanadi.
Agar biz uni konkurentlariga qaraydigan bo'lsak, konkurentlari karrasiga qimmat. 20-22 dollardan boshlanadi. Demak, jam hisobimizga u narsalarni qilamiz. Hozir savoldan kelayotgan ilk savol bo'yicha sertifikat masalasida ba'zi bir ma'lumotlar bor ekan. Shu uchun sahnaga raqamli ta'limni rivojlantirish markazidan berib qo'yasiz taklif qilamiz. Sizlarga atalgan prezentatsiya mavjud. Assalomu alaykum, ismim Asilbek. Raqamli rivojlantirish markazi marketing bo'limi. Marketingman. Xo'sh, hozirgi to'g'risida biza 280-279 ta xalqaro sertifikatlarni kompensatsiya beramiz. Agar sizda ingliz tili bilish darajangiz bo'lmasa 60%gacha, ingliz tili bilish darajangiz bo'lsa 100%gacha sertifikat o'qishga ketgan darajadan qo'llashingiz mumkin. Bu misol uchun asosida bor. Uni o'qisangiz, sertifikatingiz orqali sertifikatni olsangiz, aslida 3 oydan ortiqgacha bu uchun birinchi navbatda sizni yoshingiz 14 yoshdan 31 yoshgacha bo'lishi kerak. Ya'ni 31 yoshdan tepadagi olmaydi, 14 yoshdan kichik olmaydi. 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lganlarni ota-onasini, ya'ni ularni asosiy kartasiga tashlab beriladi. Ikkinchi bosqich kerak hujjatlar bu my.com saytiga kirsangiz yoshlarga yaratib berilgan imkoniyatlar bo'limidan bor xabar sertifikatni qaytarib olishga berish bor. Kerak hujjatlarni to'ldirasizlar. Sizlarga 25 ish kunida to'g'ri pulni tashlab beriladi. Faqat bo'lishi kerak kvitansiya, o'qiganlik haqida sertifikat, ingliz sertifikati bo'lishi kerak. Hozir bizlar o'rtada Telegram kanalimizni skanner qilib o'tishingiz mumkin. Oxirgi postda qanaqa sertifikatlarni ko'rish xohlaysizlarga savol kelyapti. Chunki bizlar ko'ramiz, analizikamizda asosan 40-45 tagacha bo'lgan bizlardan mavjud sertifikatlarga talab bor, lekin bozorga ko'ramiz boshqa sertifikatlar chiqib ketgan. Masalan, AppleX, masalan, Framer sertifikatlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, masalan, bu sertifikatlardan tashqari sizlar Uzbek orqali Coursera yoki Google Education platformalari orqali Google sertifikatlarini olsangiz ham bemalol qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli iltimos qilaman, bizning Telegram kanalida deyilgan so'rovnomani qatnashinglar, so'rovnoma beriladi boshqacha bo'lib ketadi. Barchangizdan ko'rib chiqiladi. Xudo xohlasa, kerakli sertifikatlar boshqa ham beriladi. Rahmat. O'ylaymanki bu ma'lumot albatta sizga yordam beradi va javobi shu ma'lumotni qo'llanishingiz mumkin bo'ladi. Va mavzuga qaytamiz. No-code bo'yicha keyingi fikrimizga nazar beramiz. Demak, qarshi olasiz Muhammad Javohir Suratov, MSHIT dasturchi, freelancer, sifatida faoliyatda. Marhamat. Hozir 1 minut. Olamiz. 1-1-2-3. Hammaga assalomu alaykum. Rahmat Jahongir aka. Hop. 1-1-2-3. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi taqdimotimizga. Bugun qo'ldan kelgancha AppSheet degan instrument bor. Google kompaniyasi sotib olgan. Shu haqida u o'zi qanaqa instrument, nimalar qila oladi va uni kontingenti kimga mos tushishi mumkin, qay ko'rinishda dastur tuziladi, o'sha qismlarni ta'riflarni berishga harakat qilaman. Xo'p, nomiga ta'rif beradigan bo'lsak, hazil gap bor, orada kambag'alga shashlik ham ovqat degan. Biza buni moslashtirdik, kambag'alga AppSheet ham yechim dedik. Ya'ni odatda biron bir biznesga qanaqadir yechimlar kerak bo'ladi. AppSheet shunaqa nima deydi? arzonchiroq ko'rinishdagi yechim bo'la oladi ko'p holatlarga. Birinchi rejani ko'rib chiqamiz. Ozgina o'zim haqimda aytaman. Ha, bo'ldi, joyda bor ekan. Undan keyin maqsad haqida gaplashamiz. AppSheet o'zi nima qila oladi? Undan keyin qanaqa kamchiliklari bor? Odatda bo'ladi-ku, misol uchun mana yaqinda Samsung S25 chiqdi. Uni taqdimoti bo'libdi 1-2 kun oldin. Guruhda bolalar yozishyapti, nima deydi, qalamchasini Bluetooth yo'q ekan deb aytilyapti. Samsung uni taqdimotda bizani qalamchamizni Bluetooth yo'q, endi zarar tugamaydi deb aytishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan qarasa uni
bu noqulaylik tomonlarni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Kamchiliklar haqida gaplashgandan keyin biz kimlar uchun mos kela oladi, ya'ni qaysi turdagi bizneslar, qaysi turdagi individuallar uchun. Keyin ikkita tuzilgan loyihadan qisqacha namunalarni ko'rsataman. O'zi AppSheet'dagi tuzilgan narsani ko'rinishi qanaqa bo'ladi, u qanaqangi natija keltirib chiqarib beradi degan ko'rinishda qaysi joyda o'rganish mumkin va AppSheet'ni evolyutsiyasi degan kichkinagina qo'shimcha mavzu bo'ladi. Ismim Muhammad Javohirbek Suratov. Yoshim 30 da. Men endi oldin front-endda ishlaganman. Ko'proq front-endda qaysi tomonlama ta'lim qismida. Front-end bo'yicha, front-end asoslari bo'yicha dars o'tganman va asosan shu sohada yurganimdan keyin oldingi yil AppSheet'ni o'rganishni boshladim. Oldingi yil taxminan 14-yanvarlardan. Abdulloh degan ustozdan o'rgandim. Abdulloh Shamsuddinov, hozir Rahimov School'da operatsion direktor bo'lishlari kerak. Ularda tajriba bor edi, o'rgandim va hozirgacha shu AppSheet'ni o'zida ishlab kelyapman. Tanish bilishlardan, boshqalardan proyekt olib. Xo'p, bu ozgina shu mana sentyabr oyigacha bo'lgan qilingan ishlarni kichkinagina xulosasi qilib kanalimda post yozgan edim. Nima bo'ldi? Birinchi o'rinda mana bir tanishimizga piyoz qop ishlab chiqaradigan korxona bor. Eshitilishi noodatiy bo'ladi, ya'ni men falonchi agency uchun dastur tuzdim degandagi narsa emas, piyoz qop ishlab chiqaradigan joy, sex. Sexga programma qildi. Undan keyin ichki task management dasturini qilib ko'rdik. Mehmonlarni tadbirga kelib ketishi, event managementga oid bir kichkinagina loyiha qilib ko'rdim. Yana ishlab chiqarish, xususiy bog'cha va oxirgi qilib tugatayotgan loyiham sport kompleks tarmog'i uchun ichki tizim, ya'ni abonement, bir martalik kelib ketganlarni boshqarish, xarajatlar, oyliklar hammasini ichiga olgan. Xudo xolasa 5-6 punktdagi programmalarni ko'rsatib ko'raman taqdimot oxirida. Maqsad haqida gaplashamiz. Maqsad deganimizda Abdusattor maqsad degan kanallarni aytmayman. Lekin tavsiya qilaman, yaxshi kanal, yaxshi kontentlar beriladi, yaxshilab tayyorlanib, sifatli qilib. Bu videolari ham ko'rganimda maza qilgan odam 72 soat yorug'liksiz, ya'ni qorong'xonada, mehmonxonadan bitta joy olishgan-ku, arendaga kvartira o'sha yerda tim qorong'i joyda qanaqa bo'lganligini taassurotlarini aytib berganlar. Mavzuga qaytamiz. Maqsad. Har bir ishdan ko'zlangan maqsad bor. Oddiy holat. Mana men bitta mikrofondan foydalanyapman. Mikrofondan foydalanishdan maqsad men uni gapirayotgan gapimni hammaga birdek eshitilishini ta'minlash. Agar men artistlarni ko'rishinglar mumkin, ular tilla mikrofon qilib oladi, Filip Kirkorov yoki shunga o'xshagan narsa artistlar voydod bir narsani nima deydi, javohir ko'zgu shunaqa narsalarni qo'yib oladi. Lekin asosiy maqsad nima edi? Ovozni yetkazib berish. Agar bizda shu maqsadni yetkazib beradigan narsa yetarlicha bo'lsa, ya'ni bare minimum, eng minimal bo'lsa, bo'ldi, bu bizga yetarli, qolgani o'sha ortiqcha bo'lishi mumkin. Undan tashqari mana kiyim-kechakda ham kiyim bizani issiqda saqlab turadigan bo'lsa, avrat yopib turadigan bo'lsa bo'ldi. Shunisi yetarli, qolgani bunday olib qarasa, didiga qarab chiqib, odam o'zini yoqtirgan rangi, usuliga qarab turib farqli bo'lishi mumkin. Maqsad haqida gaplashamiz. Maqsad bizda qorinni to'ydirish maqsad bo'lsin, ovqat yeyish. Bu reklamani ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak televizorda. Mana ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib chiqish tavsiya qilaman. Zo'r komedik ko'rinishda olingan. Keladi, menga lag'mon qilib bering. Xamirlari dirkillab tursin, sho'r bo'lmasin, joyida bo'lsin, hammasini so'raydi. Oxirida hotlanch deb qo'yib beradi oldiga. Ya'ni biz qorin to'ydirmoqchi bo'lsak, qorin to'ydirishimiz mumkin eng arzon narsalar bilan ham, tez tayyor bo'ladigan mana lag'mon bilan, bir bo'lak non bilan, pirashka bilan yoki boshqa bilan. Agar nima deydi, voydod darajada haligan feeling, hissiyotligi beriladigan joylarga bormoqchi bo'lsak, misol uchun nima deydi, katta turk restoranlari boshqasi bo'lishi mumkin. U yerda ham qornimiz to'yadi, prosta qimmatroq, plus kayfiyat boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin asosiy maqsad nima edi? Qornimiz ochdi, qorin to'ydirish kerak bo'ldi. Xo'p, endi mana buni nomidan ham ko'rib turibsizlar, CS2 kontrchilar bo'lsa oramizda tanishinglar mumkin. Men nima qildim? Internetdan qidirdim, eng qimmat CS2dagi pishoni skini. Ya'ni skin deganda nima deyiladi? Xuddi mana kiyimlarimizdan har xil turi bo'lgandek, unda ham qurollarining har xil turlari bor. Bu karambit degan ekan. Narxini qarasam, saytda yozibdi $1,5 million. Endi tasavvur qilinglar, misol uchun tanishinglarga boshqalarga aytdinglar, pulinglar bor, bemalol olasizlar. Keldinglar, men pichoq oldim. Qani ko'rsatchi desa, o'yinning ichida. Nima qila olasan? O'yna olayman. Bo'ldi. Ya'ni unda olib qarasa xalati deb tuyuladi. O'yinning ichida kontrda maqsad nima? Оружиеda pistoletinglarda yoki avtomatinglarda o'q qolmasa, o'rtog'inglarni pichoqlab ketish. 5ga 5 o'ynayotgan bo'lsanglar.
Uni bo'lsa biz pichoqlashni davlat bergan pichoq. O'rtog'imiz borlar, Paradox-nikida o'ynaydilar. Ularning shunaqa atamalar bor, ya'ni default o'zidan chiqadigan pichoq bor, hech qanaqangi o'zgartirilmagan. Shu davlat bergan pichoqda ham bemalol kim bilan o'ynayotgan bo'lsak, raqiblarimizni pichoqlab ketish mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, maqsad biron narsaga yetkazish bo'lsa, bu oddiy pichoqda ham boshqasida ham yoki ovqat misolida pirojka bilan ham qorin to'ydirish mumkin. Asosiysi masalani hal qilib berish. Boshqa maqsadlar. Mashina, misol uchun biza nima bo'lyapti, kimdir uydagilarni maktabga olib borib kelishimiz kerak, bog'chaga olib borib kelishimiz kerak. O'sha holatda biza voydot zo'r Bentley mashinada ham olib borishimiz mumkin, Matizda ham olib borishimiz mumkin. Samolyotda ham biz biznes klassda ham uchishimiz mumkin yoki mana low coasterda uchishimiz mumkin. Uy, notebook, kiyim-kechak hammasi xuddi shunaqa. Hammasining birlamchi maqsadi bor. Nimadir muammoga yechim bo'lyapti. Biza uni ustiga haligi hissiyot yoki komfort boshqa uchun yana narx qo'shishimiz yoki imkoniyatlar qo'shishimiz mumkin. Bular haqida gapirayotganimdan maqsad AppSheet shunga mosroq, ya'ni haligi minimal qismiga mos. U voydod darajada men qonunlarni vobshe bo'ktirib tashlayman, atrofda skripka chalib turadi demaydi. Prosta mana bunaqa muammo bor, shuni hal qilib beraman deb aytadi. Vaziyatli bo'ladi. Mana bu taqdimotga qaytadigan slaydga qaytsak, har doim ham ideal yechim mos degani emas. Mos bo'lmasligi mumkin qaysi tomondan? Budjet, biznesni budjeti yo'q, biznesni vaqti yo'q, biznes nima deydi, bunga tayyor emas bo'lishi mumkin, ichki jarayonlari. Shuning uchun vaziyatli bo'ladi. Shunisi ham bo'g'iladi degan ko'rinishdagi yechimlarimiz bizga mashina yetib ortadi. Misol uchun, biron bir mana sodada bo'lgan tanishinglar bo'lsa, ular hozir hisob kitob qilayotgan bo'lishligi mumkin daftar qog'oz o'zida, daftar ruchkani o'zida. Bundoq qarashsa, bunaqa yoziladi, shunaqa imkoniyati bor deyilsa, yo rahmat kerak emas. Men anaqa kompyuter tushunmayman yoki telefon tushunmayman deyshadi. Hafsala qilinmasligi mumkin, ularga shuni o'zi yetib ortadi. Tanishim aytadilar, ularning uyligiga oy oxirida 2 tam 3 tam daftar olib kelishadi, sodani daftari. Ularning adalari buxgalteriya bo'yicha adashmasa mutaxassislar shularni ko'rib oylik hisobotni chiqarib beradilar. Ya'ni shunisi ham yetyapti. Itak sajot. Menimcha yaqinroq bo'lar ekanman. Xo'p, AppSheet bilan tanishuv. AppSheetni o'zi nima qila olishi haqida bu yerda ozgina ko'rib olamiz-da, keyin kompyuterdagi umumiy ishlash prinsipi qanaqangi ketma-ketlikda dastur tuzishni ham barobar ko'rsatib o'taman. Odatda AppSheetda biz ommaga mos bo'lmagan, balki ichki foydalanishga moslashtirilgan dasturlarni tuzamiz. Bu qanaqa? Kompaniyaning ichida zakazlarni kuzatib turish mumkin yoki bolalarni keldi-ketdisini qilish mumkin. Shunga o'xshash narsalar. Buni xohlagan odam kirib ko'ra olmaydi, balki kompaniyadagi boshqaruvchilar kimga dostуп bergan bo'lsa, kimga foydalanish huquqini bergan bo'lsa, o'shalargina foydalanishadi. Ommaga moslangan dasturlardagi u nagruzkani ko'tarishga yoki oson login qilishga unchalik ham moslanmagan. Sizlar bunda bittada kod yozganingizda, endi kod yozishinglar qanaqa? Juda ham bir sodda SQL query ko'rinishda yozishinglar mumkin va uni natijasi telefon, planshet va webda ishlaydigan mahsulot bo'ladi. Offline ishlash mumkin, ya'ni boshqa dasturlardagi offline ishlatib turiladi, internet yoqqanda sinxronizatsiya bo'ladi. Play Market App Store'ga chiqarish mumkin. Hozircha bunga zarurat bo'lmadi menda. Tekin va hamyonbop deb aytishimiz mumkin. Ya'ni dasturinglardan kelib chiqib turib, sizlar tekinga ham dastur tuzib chiqarib olishinglar yoki ba'zi bir imkoniyatlari bor, pulli bo'ladi. Juda ham hamyonbop ko'rinishda programma chiqarsanglar bo'ladi. Va qaysidir ma'noda biz buni Excel'da davomchisi deb aytishimiz mumkin. Uni bitta sababi ma'lumotlarning tagida Google Sheets turadi, default, ya'ni bundoq qarasa Google Sheets'dagi ma'lumotlarni olasizlarda, jadvali to'g'ri tuzilgan bo'lsa-lar, AppSheet'ga ko'chirib olib, uni programma qilib chiqarishingiz mumkin. Lekin bundoq qaraganda ularda hech qanaqangi qarindoshlik boshqa rishtalari yo'q. Prosta ikkilovi Google'ning mahsuloti. Xo'p, ishlash prinsipini bitta ko'rib chiqib olamiz, ekranda demo qilib. Yurman, kompyuterda. Ekmanit. Boshqa tabga o'tsam ko'rinib bersa bo'ldi. Hop. AppSheet'da interfeysini ko'rsatishga harakat qilaman. Hop. Bu yerda nimalarimiz bor?
data degan tabi bor. Datada biz biron bir ma'lumotni saytga qo'shmoqchi bo'lsak, dasturimizga o'sha yerda etiladi. Uni tagida o'zi mana bunaqa narsa turibdi bu loyihamizda. Uzr. Google Sheets bilasizlar, oddiy Excel'dagi jadval turibdi. Jadvaldan biz datani ko'chiramizda, Google Sheets'dan olib kelgan deymiz va davomidan qaysi ustun qaysi turdagi ma'lumotni qabul qiladi, uni qanaqadir formulasi, uni ko'rinadimi yo'qmi, required ya'ni majburiymi yo'qmi, shunga o'xshash formulalarni qo'yib chiqamiz. Ma'lumotni olib kelib oldik. Olib kelganimizdan keyin uni ko'rinishini to'g'rilaymiz. Mana bu yerda ko'rsanglar kalendar, mana bu ustunus, jadval, galereya va shunga o'xshash ko'rinishdagi viewda narsalar yasasanglar bo'ladi. Ko'rinishi birmuncha cheklangan bunimizni. Davomidan bizda action degan narsalar bor. Biron bir buttonni bosganda trigger bo'lib ishlaydigan elementlarimiz. Buttondan tashqari boshqa eventlarga ham qo'shsak bo'ladi. Xo'p, davomidan bizda automation bor. Automationda biz scheduled, ya'ni kunni qaysidir vaqtida ishlaydigan loyihalar, amallar yoki biron bir amal bajarilganda, mana guruhdagi abonement qo'shildi, qo'shganda yoki o'zgartirilganda nimadir bo'lsin deb tagida sal kod aralashganroq ko'rinishda amal bajarishimiz mumkin. Keyin chat apps. Hozircha bunga umuman zarurat bo'lmadi menda. Intelligence AI ga oid bo'lgan imkoniyatlari bor-u, bunga oid ham loyiha qilib ko'rmadim. Security esa odatda Gmail, Google profililar bilan ro'yxatdan o'tasizlar. Ko'rinish jihatdan uni ba'zi bir ranglarini, ba'zi bir rasmlarni o'zgartirish mumkin va sizlarda oxirida kelib chiqadi mana bunga o'xshaganroq loyiha. Men internetimda shuni ulab olaman. Ulab oldi. Bu endi soddaroq ko'rinishdagi bosh sahifasi. Unda statistikalarni ochish mumkin, unda xarajat, davomat olish, misol keldi-ketdini qilish, qarzdorlar, vazurat, ya'ni bu biznes so'zidan kelib chiqib turib, podключ tuzilgan narsa. Oxirida bizda mana shunga o'xshash natija kelib chiqadi. Ya'ni biz qozonga sovorganimizdan keyin narsalarimizni oxirida shunaqangi primitiv, sodda ko'rinishda, lekin umuman olib qaraganda mantiqiy tomondan bizning biznesimizga yetarli bo'ladigan ishlarni ko'rsak bo'ladi. Hop, misol, mana nastroykalarimiz bor. Ham yana buni HTTP zaproslar bilan boshqa narsalarga ham integratsiya qilib ko'rish mumkin. Hozir yana bitta hop loyihani ko'rsatib ko'raman. Bu bog'cha uchun qilingan, ko'rinishi boshqacharoq. Unda ham lekin masalan adminkasi, davomat olish, to'lovlarni qabul qilish, to'lovlardan keyin nimalarimiz bo'lsin, oylik hisobot, haftalik bolalarning ro'yxati, oyliklarni hisoblab chiqish, sozlamalar, guruhlar hammasini qilish mumkin. Ya'ni Excelda qilsa bo'ladigan narsani olamizda, buni ko'rinishiga keltiramiz, bemalol tuzib chiqishimiz mumkin. Umumiy ketma-ketlik nima bo'ladi? Ma'lumot qo'shdik, uni qaysi ko'rinishda ko'rsatilishini aytdik, event management qildik, event listenerlar qo'yib, avtomatizatsiya qo'ydik. Asosan ishlarimiz mana shu to'rttasini o'zida hal bo'ladi. Ba'zida menda bir martagina zarurat bo'ldi. Google Sheets o'ziga formula qo'yib, o'shani bu yoqda boshqa ko'rinishda davom ettirib ketish. Hop, mana shu joydan ochib olamiz. Umumiy katta rahmat. AppSheet'da ishlash prinsipi shunaqa bo'ldi. Klikka olib ketibdi. Demak, AppSheet'da mana shu ketma-ketlikda ishlanadi. Ko'rinish jihatdan juda ham primitiv. Voyda oddidir bormaydi, hayron qoldirib olmaydi, lekin ma'lumot kiritasiz, ishlaydi, to'g'ri hisoblab beradi. Bo'ldi. Ham o'chirib qo'ymadinglar? Hozir Okey. Umumiy ishlash prinsipini ko'rdik. Ma'lumotni yukladik, qanaqa ko'rinadi va event management. Davomidan AppSheet nimalar qila olmaydi? Endi tepadagi sarlavhani ko'rsanglar, bu birinchi qism. Ko'p narsa qila olmaydi. Sekin bitta ko'rib chiqamiz. Faqat choy damlaydigan jin haqida hangomani eshitganmisizlar? Kim eshitmagan? Okey. Bu nima bo'ladi? Kichkina qisqa ko'rinishni aytib berishga harakat qilaman. Bitta amaki bir kun o'tirgan ekanlar choyxonada, oldilarida jin turgan ekan.
bitta katta biznesmen kelibdi-da, qarasa, amaki bundoq chapay jalb qiladi ekan, nima? O'sha shamchirog'ini bundoq silagan ekan, jin chiqdi-da, amringiz muntazirman desa, bitta qora choy damlab kelgan achchiqdan bo'lsin debdilar. Damlab kelsa, hali biznesmen ko'ribdi, "Vau, zo'r. Normal pul qilsa bo'lar ekan" deb necha millionlar dollarga sotib olibdi. Uyga olib kelibdi-da, "Davay, menga endi pulimni oqlashim kerak. 1 million emas, 10 million dollar bergin" desa, "Uzr aka, men faqat choy damlaydigan jinman" degan ekan. Upsheet xuddi shunaqa narsa. U ko'p narsani da'vo qilmaydi. O'zi mo'ljallangan use case'lar bor, o'shalarnigina qilib beradi, bo'ldi. Qolganiga tegib o'tirmaydi. Mani imkon boricha bezovta qilmaylar deydi. Unda nima qila olmaymiz? Uzum, Netflix, Amazonga o'xshash narsalar qila olmaymiz. Ya'ni ommaga mo'ljallangan, katta nagruskani ko'taradigan. Ko'rinishini o'zgartirish juda ham cheklangan. Hozirgi ba'zilarini skrinlarini ko'rsatdim, o'shalardan u yoqqa o'ta olmaymiz. Ya'ni katta kichik qila olmaymiz. Biza qo'shimcha ikonkalar qo'sha olmaymiz. O'zida berilgan ranglar, ya'ni o'zi 5-10 ta okno ochib qo'ygan, o'shanaga tega olamiz bo'ldi. Qo'lbola usulda ishlashga to'g'ri keladigan joylari bor. Bitta sodda misolni aytsam, unda tabiiy holatda ishlaydigan loop yo'q. Ya'ni takrorlash operatori. Uni o'rniga biza 3 ta action qo'yamiz, bir-biriga ulab qo'yamiz, shart beramiz, bir amallab loopdagi ishlab ketaveradi o'zi. Ikkinchi qism, u sekin ishlaydi. Sekin qanaqa ma'noda? Hozir sekin deganimda bo'pti deb ketib yuborishlar ham mumkin. Yo'q, u darajada sekin emas. Biz mana Telegram ishlatamiz, Instagram, Facebook hammasida instant, imkon boricha bittada ishlashiga harakat qilinadi. Dasturni o'zi sinxronizatsiya qilinayotganda, ya'ni birinchi ochayotganda, unda har xil vaqt olishi mumkin. Ba'zi bir loyihalarda yetishgan 1,5-2 minut ketishi mumkin ochib olishiga. U juda ham katta loyiha, detallari ko'p bo'lganda. Ya'ni maktab, o'quv markazi boshqarish, ichida detallari, rollari ko'p bo'lgan holatda. Mendagi holatda taxminan shu 20-30 sekund ketyapti bitta ochib olishiga. Ochib olgandan keyin bo'ldi, ma'lumot kiritish boshqasida muammo bo'lmaydi. Tasavvur qilaylik, ishga keldinglar, bitta programmani ochdinglar. Suv olib kelib o'tirgunligicha ochildi, bo'ldi, bu yoqqa ishlatverasizlar. Lekin fayl generatsiyasida anchagina bosh qotiryapti. Hozir sport kompleks loyihasida chek chiqarish kerak, lekin chekka zapros berganingizdan keyin PDF yaratishiga 30 sekund ketib qolyapti. Hozircha boshqa bir yo'lni topmadim. Shunisi ba'zi bir loyihalarda, misol uchun post apparatlariga loyihalar qilib bermoqchi bo'lsangiz, kafeda sotuvga oid bo'lgan, ofitsiantlarga kerak bo'ladigan unga mana shu joyi shunday taqataq to'xtatib qo'yapti. Bitta jadval uchun 100 ming qatordan cheklov bor, ya'ni tranzaksiyalar degan loyihalar bo'lsa, jadvalinglar bo'lsa 100 ming qatordan keyin bo'ldi, yetib keldi deyish mumkin. Endi bitta yo'li uni aylanib o'tishi SQL bazaga ulash mumkin o'zi Upsheetda, ya'ni SQL bazaga Airtable yana boshqalarga ulab qo'ysak bo'ladi. Lekin aylanib o'tadigan boshqa joyi ham bor. Nima qilishligi mumkin? Mana yanvargacha biza sentyabrdan boshlab turib 90 ming qator ma'lumot kiritib qo'ydik. Sekin-sekin email olib qolishni boshlayapti dasturimizni. Unda nima qilamiz? Arxiv dastur qilamiz, kopiyasini qilamiz, eski dandilarini arxiv programmada qoldiramiz, bunisini yangisida bo'shatib qo'yamiz. Ya'ni juda ham qo'lbola usul. Jamoaviy ishlash imkoniyati yo'q. Bu yerda mem qo'yishga mos anaqani topa olmadim. Internetda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Game of Thrones'da drakonlarni, ajdarholarning onasi bor. Oq sochli Emily Clark degan aktrisa o'ynagan, keyin Thor bor. Marvel'dagi Thor. Bir-biriga mo'ltallab qarab turgan joy bo'ladi-yu. O'sha men tasavvur qilasizlar degan bittaman. Va unda nima bo'ladi? Xuddi o'zbekchilikdagi marhamat qilish bo'ladi. Mehmon kelganda oling deydi-yu. Bunda ishlamoqchi bo'lsanglar, jamoaviy ko'rinishda, ya'ni ikki kishiga do'stlik ochish mumkin kodni o'zgartirishga. Lekin oling qilib o'tirasiz yoki kodni yozing deb. Chunki ikkita odam yozayotgan bo'lsa, bitta odam saqlanib qoldimi, bo'ldi, ikkinchi odamniki yo'qqa chiqib ketib qoladi. U bir-birini galini kutib, estafetadagi ishlash kerak bo'lib qoladi. Shu tomoni juda ham yomon ekan. Chunki o'zi kichkina loyihalar ko'p keladigan bo'lsa, bitta komanda qolib taqirib qo'rqib tashlash mumkin edi bo'lmasa. Versiya boshqaruvi yo'q desa ham bo'ladi. Prosta bitta sahna qilganingizda yangi versiyasini yozib keltiradi. Otini to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, bir xilda qidirib yurasizlar, qaysi biri qanaqa edi deb. Testlash imkoniyati yo'q. Ya'ni test driven development qilib bo'lmaydi. Flutter Flow degan low code instrument bor ekan, unda qilsa bo'ladi. Bunda bo'lsa odatdagi manual testing ma'lumot kiritasizlar, to'g'ri chiqyaptimi yo'qmi, shu ko'p vaqtlarni olib qo'yishi mumkin. Xo'p, Upsheetdagi yechimlar endi kimlar uchun mos deydigan bo'lsak, mana bu narsani dasturlash sohasiga kirgan odam yoki mijoz bilan ishlaydigan odam ko'rgan bo'lish ehtimoli ko'p. Bu yerda nima deb aytilyapti? Lazar topolmadim. Okey. Mana bu yerda
sifatli, tez va arzon degan uchtalik bor. Odatda biz shu uchtasidan ikkitasini tanlashimiz mumkin. Lekin uchalovini tanlamaymiz. Unda nima deyapti? Sifatli va arzon qilmoqchi bo'lsak, uzoq vaqt ketadi. Tez va arzon qilmoqchi bo'lsak, qiyshuvroq chiqadi. Sifatli va tez qilmoqchi bo'lsak, qimmat chiqadi. Hammasini o'rtasini oladigan bo'lsak, utopiya deyapti. Ya'ni bu narsa mavjud bo'lishi mumkin emas va aytayotgan naryoqda tekin, sifatli, tez bo'lsin deb aytilsa, otib tashlay o'zingni deyapti. Ya'ni u darajadagi narsani qilib bo'lmaydi. Apshit imkon boricha hammasidan hamma kriteriyaga mos bo'lishga harakat qilib turib, lekin juda ham urezniy kompyuterlarda notebooklarda aytishadi-yu, GPUsini urezniy bo'ladi, U bilan yozilsa deb. Odatdan do'konda sotuvchilarga borsanglar shunaqa degan ta'rif berishadi. Urezniy versiyasida berishga harakat qiladi. Ya'ni hammasiga ham hammasini qila olaman deya olmaydi ham, lekin kam-kamdan beradi. Imkon boricha haligi maqsad qorinni to'ydirish edi. Apshitdagi yechimlar bizada mos bo'ladi kichkina bizneslarga. Ya'ni ularda bundoq qarasa, doimiy obunalik ko'rinishda qimmatroq bo'lgan narsalarni ishlatib yurishga imkoniyat yo'q. Ya'ni imkon boricha o'zi kamroq narx qo'yadi ustiga tovarini, o'zi foyda ham kamroq etishligi bo'yicha va ko'p ham pul ajratishmaydi anaqaga, obunaga yoki boshqaga. Ishlab chiqarishda odatda hammasi podключ bo'ladi loyihalarimizdan. Shuning uchun ular ham podключ noldan app tuzdiradigan bo'lsa, web dastur tuzdirmoqchi bo'lsa, dizaynlari boshqasidan juda ham qimmatga tushib ketishi mumkin. Xizmat ko'rsatish. Men aytganimdek, mana bog'cha, sport kompleks yoki klinika uchun sodda yechimlar qilishimiz mumkin. Obunali xizmatlarning o'rniga bir martalik yoki arzonroq obunali dastur qilsa bo'ladi. Nima bo'ldi? O'sha sport kompleksi programmani tekshirtirishga borganimda post degan narsa bor ekan, post apparat. O'shandan telefon qilib qolishib gaplashdim, narxlarni so'rasam, nima ekan? Obunasini o'zi deylik $30 atrofida, plus har bitta kassa uchun yana qanchadir dollar ustiga o'tiradi. 5 ta filial bor bo'lgan odam uchun bundoq qarasa $200 ga yaqin narsalar tayyorlanib qoladi. Misol, оборудованиесini olish kerak, texnikasini shu bilan qimmatroq tushib ketib qolishi mumkin. Ya'ni qarashadi, bundoq qarasa $200 chiqyaptimi? Yo bo'ldi. Qiynalamiz-ku, lekin pul bermaymiz deyshadi. Shunga o'xshash holat bo'lib qolishi mumkin. Shunga yaqinroq vaziyatlar uchun Apshit mos kelishi mumkin deb o'ylayman. Va obunalik ko'rinishda ishlagan dasturlarni tuzish mumkin. Qo'l bola, ya'ni unda to'lov tizimi bo'lmaydi. Vaqt kelganda o'zingiz uchun zametga qilib qo'yasizlar. Telefonda jiringlab budilnik kelgandek bo'ladi, palonchidan pulni so'rab olgan degan. Pulni so'raysizlar, bermasa, prosta ichiga kirib, adminskiy provat o'zingizda turadi, o'chirib qo'yasizlar. Pulni to'lasa yo'q berasizlar. Ya'ni nima deydi? Teslab olish uchun MVP ga yetarli bo'ladigan narsa. Nega buni yozdim? Mana sport kompleksidagi qildirayotgan aka aytdilar, ba'zilar yana qiziqishi mumkin, demo qilib ko'ramiz. Shuni boshqalarga sotib ko'rsaychi, obuna ko'rinishda dedilar. Buni to'xting, yangi Flutter Flow yoki native deb yozamizmi desam, yo'q, shunday dedilar. Ya'ni ular uchun ularning keyslarida mana shunday e'tibor qilyapti. Ya'ni chek sekroq chiqaryapti, bunday e'tibor qilyapti. Ya'ni boshqalarga ham e'tibor berish mumkin, to'g'ri kelishi mumkin degan ma'noda aytdilar. Ya'ni shuni o'zida ham birinchi test qilib ko'riladi. Biza test qilishimizdan maqsad biron bir o'zgarish bo'lib qolsa, Apshitda nisbatan tez tuzib bera olamiz va arzonroq tuzib bera olamiz va hammasi joyida bo'lgandan keyin, deylik, yarim yil yoki 1 yil testdan o'tib olgandan keyin biza mijozdagi uni upgrade varianti deb turib, noldan tuzilgan yoki low code instrumentda tuzilgan yechimni bera olamiz bemalol. Dizaynlari wow bo'ladi degan. O'chirib qo'ydim uzr. Loyiha namunalari. Ba'zilarini ko'rsatdim. Unda nimalar imkoniyati borligini vaqt olmaslikka harakat qilaman bular bilan. Ya'ni hozir mana sport kompleksida bir nechta filial bor. Unda abonementlarni boshqarish kerak. Ya'ni o'zi kuni kelganda pulni yechib olish kerak, to'lovlarni yozib yurishligi kerak, xarajatlarning statistikasini olib borish kerak, ishchilarni keldi ketsa, bolalarni keldi ketsa, bir martalik misol basseyn kirib chiqadigan bo'lsa-da yoki futbol poli bron qilmoqchi bo'lsa-da, ular ham bor. Hop, nastroykalar bor, ya'ni biron bir guruh bog'lab qo'ymoqchisizlar Telegramda asoschilar uchun hozir bitta asosiy guruh bor, qolganlar alohida guruhlar filiallarning o'ziga, misol to'lov bo'lsa, xarajat bo'lsa yoki bir martalik to'lov qiling, abonement to'lov qilingan bo'lsa, ularga xabar borib turadigan qilib qo'yilgan. Bog'chada ham xuddi shunaqa bola qo'shishadi, qaysi kun to'lov qilish kerak, o'sha kun pulni yechib oladi, oylikni hisoblab beradi. Shu ko'rinishda programmalar tuzilgan. Qaysi joydan o'rganish mumkin? Oldindan disclaimer, reklama ham kelyapti davomidan.
rasmiy kurs bor. Google o'zining Cloud Skills Boost degan platformasida AppSheet Developer Learning Path degan narsa bor. 3 ta kurs keladi. Unda olib qaraganda mana hozirgi aytgan loyihalarimga nisbatan juda ham bazaviy, sodda tuyulishi mumkin, lekin unda o'rganib chiqasizlar, ha. И real anaqada natijada qancha bo'ladi? O'shani bilmoqchi edim. Men buning uchun mana bu yerda loyihalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Okey. Qaranglar, nima bo'ldi? Mana bog'cha proyektini oldim. Bog'chani umumiy ichki holatini sentyabr oxirida boshlab, sentyabr o'rtalarida boshlab, dekabrlarda test uchun tayyorlab berdim. Ya'ni 2 oycha vaqt ketdi. Endi mendagi ishlash prinsipi qanaqa? Uyda o'tirib ishlayman. Ya'ni ko'p chalg'iyman, fokusda ishlashim juda ham qiyin. Taqalgan vaqtlari, deadline'ga yaqin vaqtlari Impactga yoki coworkingga borib, o'sha yerda misol kechasi bilan ishlab chiqaman. Shu tomondan olib qaraydigan bo'lsa, o'zi bog'chani loyihasini feedback loop tezlashtirib olinsa, masalan, haftada 2 marta ko'rishamiz deb aytilsa mijoz bilan, unda 2 oylik narsani 1 oyga bemalol tushirsa bo'lardi. Ham yana men tajribam kamligi, ya'ni oldingi yil o'zimdan boshlaganimga deyarli har bitta loyihada qanaqadir yengilroq usul, ya'ni to'g'riroq yo'nalish kelib chiqyapti, shunga cho'zilayotgan vaqtlari ham bor. Men sport kompleksni 2 oyga yetib oldim. O'zim mana ham sabab tez ishlamaganligim sabab 4 oyga mana kelyapti. 26-yanvarda 4 oy bo'ladi. Ertaga. Ya'ni o'zim anaqani mo'ljallamaгаnim, measure qilish noto'g'ri bo'lganligi, vaqti va yengilroq ishlaganligim uchun. Boshqa holatlarda qanaqa? Ba'zida aytishadi 1 oylik proyektlar bo'ladi. Ko'pchilik qo'li kelib qolgan bo'lsa, ishlab chiqarishga moslash bo'lsa, unda ko'p narsa tayyor. Oylik hisob-kitob bor, seriyo statkasi bor, tovar statkasi bor, sotuvlar bor. Ba'zilar shu narsani ko'p takrorlab olishganligi uchun menda endi mana 8 yoki 9-yil loyiha bo'ldi. O'sha joyini bilib olishganligi uchun anchagina tezroq. Ya'ni sport kompleksi 2 oyda bemalol bitirsa bo'lardi. U hozirgi holatda eng katta qilgan loyiham bo'ldi. Agar integratsiyalari bo'lsa yoki biron bir tizimga API bilan bog'lanish kerak bo'lsa, undan ko'proq. O'rtacha hozir 1-2 oy bo'lyapti. Yana savollar bo'lsa, savollar mavjud. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, agar savollar bo'lsa, bo'lmasa berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Google Sheets'da siz aytdingiz, data bazadan foydalansak bo'ladi deganingiz. Xo'p, agar Google Sheets'da siz aytgandek ma'lumotlar noto'g'ri tartibda joylashtirilgan bo'lsa, klient bilan buni yaxshi tomoni tegiga Google Sheets'ga biz dostуп bermaymiz odatda. Ya'ni Google Sheets'ni o'zimiz tuzib chiqdik. Xuddi mana bu 3-daraja normalizatsiya ko'rinishida database ko'tariladi. O'shanga moslab tuziladi. Foreign key, primary key qilib, undan keyin biz umuman kod tomoniga tegdirmaymiz klientga. Faqatgina oxirida loyihani topshirayotganda ularga adminkani berib chiqib ketish mumkin. Lekin hammasi o'zimizning qo'limizda qoladi. Demak, u Google Sheets'da ma'lumotlarni klientga edit qilolmaydi. Yo'q. Ma'lumotlarni olib ishlatishadi. Xuddi shunaqa. Ya'ni hammasini faqat programma orqali kiritishadi, programma orqali o'zgartirishadi. Oxirida endi biz dostуп berib chiqib ketamiz, undan keyingi qilingan ishligi o'ziga javobgar. Rahmat. Rahmat. Yana bir savol bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Savolim shunday iborat. Buni ko'rishim bo'yicha, ya'ni startaplar uchun MVP sifatida ham ishlatsa bo'lar ekan. Endi shunga o'zingiz qanaqa qaraysiz? Masalan, SaaS proyektlar bo'ladi. Baribir MVP'siga ko'proq vaqt kerak, logikalarni tekshirib ko'rishga masalan ko'p vaqt kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun AppSheet'da bu qanchalik bunga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? SaaS proyektlar. Men hozirgi holatda mana bog'chaga, sport kompleksiga, keyin orada bir tanishlar bilan qiziqib ko'rdik, gilam yuvish sexlariga programma qilishga. Ya'ni hammasida ishlash prinsipi bir xil. AppSheet'da o'zida nima qilish mumkin? Unda xuddi boshqa SaaS produktlarga o'xshab turib, bitta produkt bo'lib, hamma misol 20 ta mijoz bo'lsa, bittasidan kirishmaydi-da, biz nusxalab chiqamiz loyihani. Ya'ni qaysi joyga yetganda, nimadir upgrade qilmoqchi bo'lsak, hammasiga 20 ta loyihani 20 marta yozib chiqishimiz kerak. Ya'ni bu boshida odam qo'lini olib qo'yadi. Agar misol uchun kimdir bitta programmani ko'tarib bergan bo'lsa-yu, endi o'rganayotgan yoki tajribasi kamroq, komandada yoshroq bola bo'lsa, yoshroq qanaqa ma'noda tajriba jihatdan qo'li pishib olish uchun balki uni vazifasini berib boshqa ishga qarash mumkin bo'ladi.
takrorlashga, bitta ikkita loyihada ko'rsatib berdik, ular keyingilarga qo'shib chiqishligi mumkin. Umumiy olib qaraganda hozirgi holatda mana sport kompleksi misolida Shuhrat aka aytdilar, shundoq ham chiqarsak bo'ladi. Ya'ni ular muammoni yechib berishi mumkin deb aytibdilar. Qo'l bola ish qoladi. Ya'ni hammaga qaysidir joygacha yetkazib olganimizdan keyin 01-versiyadan keyin nusxalab qo'yib chiqamiz. To'lovlarni o'zimiz ham ruchnoy olamiz. Kartaga tashlab bering yoki misol PayMe klikda joyda to'lov qilib qo'ysak shu bo'ladi. Qanchadir vaqtdan keyin biz testdan o'tib bo'lgan qismlari uchun sekin nativniy yoki mana bu low code instrumentni tuzib turib, oxirida biz birinchi versiyasi deb chiqarib olsa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin hali buni sinab ko'rilmadi. Hozircha sinab ko'rishga yaqin joyda turibman. Xo'p, rahmat. Demak, hozircha buni to'xtatib turamiz va Muhammad Javod Muhammadiga qarzaklarga Rahmat. Demak, eng asosiy katta qismni ortda qoldirdik. Uning ta'minoti va eng so'nggi spikerlarga rahmat beramiz. Demak, Sa'dullohxon Fathullayev, UI Group team lead sifatida faoliyat yuritayotganlar, marhamat ularni qarshi olishingiz mumkin. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Ismim Sa'dullohxon, UIC Group IT kompaniyasida shu vaqtgacha front-end dasturchi sifatida ishlab kelganman. Taxminan 1,5 yil, 2 yildan boshlab no-code sohasiga kirib keldim. Buni asosiy sabablaridan bittasi biznesga, umuman olganda kompaniyaga, biznesga tezroq va sifatliroq yechimlar kerak bo'ldi. Xo'p, ishga tushib olaveramizmi? Bir necha soniya kutishingizga to'g'ri keladi, chunki kimlar texnik muammo kelib chiqmoqda. Xo'sh, ungacha gapirib tursam bo'ladi. Xo'p, bugun taqdimot tayyorlamaganman. Bugun o'sha taqdimotga sarflagan vaqtimni o'rniga veb-sayt sifatida, o'sha taqdimotimni veb-sayt sifatida tayyorlab kelganman. Bugungi asosiy o'sha bermoqchi bo'lgan narsam, asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam no-code orqali veb sahifalar yaratish. Bu yoqda ishlayapti, bu yoqda ishlamayapti. Xo'p. Xo'sh. Xo'p, bizda umumiy ko'ringanda yaxshi bo'ladimi? Bizda veb-sayt bor, taqdimot emas, veb-sayt sifatida ishga tushirganmiz. Buni boya aytgandek asosiy sababi taqdimotga sarflagan vaqtimni menimcha boshqa joyga o'tkazishyapti. Taqdimotga asosiy sarflagan vaqtimni veb-saytga sarflab qo'yganim yaxshiroq. Hozir saytni ko'rsatishchi qancha vaqt ketganini aytib berardim. Xo'p, bungacha mayli, tanishib turamiz. Xo'sh, bu yoqda asosiy auditoriya qanaqa? Dasturchilar, no-coderlar yoki IT sohasiga endi kirib kelayotganlar? Dasturchilar bormi? Dasturchilar ko'proq olgan, no-coderlar. Xo'sh, no-coder kamroq olgan. Xo'p, xudo xohlasa bugun 3 ta auditoriya uchun veb-sayt tayyorlaganman. IT sohasiga endi kirib kelayotganlar, no-coderlar va dasturchilar. Bularga nimalar kiradi? Dasturchilar o'zi no-codeni tanlash kerakmi? Xo'p, o'zi no-codega dasturchilar qanchalik aloqasi bor yoki no-coderlar o'zi umuman no-code sohasida oxirgacha borsa bo'ladi, umuman olganda kelajakka bormi yo'qmi? Shu mavzularda gaplashib o'tamiz. Xo'p, bizda qanaqa holat? UIC Groupda aynan bitta texnologiyada qolib ketmaganmiz. Ya'ni bizni asosiy bildirmoqchi bo'lgan narsamiz no-code orqali ham kattaroq veb-saytlar qila olish. Aynan Tilda, Framer yoki Wix yoki Webflow aynan bittasidan emas, bittasidan mayli. Xo'p, umumiy olganda no-code dasturchi qanaqa bo'lishi kerak? No-code dasturchi faqatgina bitta platformaga bog'lanib qolish emas. Xo'p, 2 ta, 3 ta yoki umuman olganda boshqa integratsiyalar orqali ham kodda qilinadigan veb-saytlarni no-code orqali ham kam vaqt ichida ishlab chiqa olishi kerak. Sal pastga tushirsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, nima uchun aynan no-codeni tanlashimiz kerak? Xo'p, o'zi no-codega qanaqa qilib kirib qolganman? No-codega kirib qolishim asosiy sababchilardan bittasi bu o'zimning klientim bo'lgan. Ya'ni menga kelishgan
menga onlayn magazin saytini yaratib ber, faqat menga 30 kun, 1,5 oy, xo'sh, 20 kun, 25 kun vaqt emas, menga qisqa vaqt ichida yaxshiroq veb-sayt yaratib ber degan talab qo'yishgan. Xo'p, o'sha holatdan keyin men kod yozishni emas, umuman olganda kod yozishni emas, no-code sohasini tanlaganman. No-code sohasida Tilda platformasi orqali birinchi onlayn magazin saytini yaratib chiqqanmiz. Chunki, hop, u onlayn magazin saytini yaratishga ketgan vaqt 10 kun faqat o'zim ishlaganman. Dizaynida ham, xo'sh, front-endida ham, back-endida ham hamma joyda o'zim ishlaganman. Asosiy kirishimga sabab shu, ya'ni no-code'ga kirib qolishimga sabab tezroq, biznesga tezroq va yaxshiroq yechim bera olish maqsadida kirib qolganmiz. Hop, hozirda UIC Group IT kompaniyamizda shu vaqtgacha umuman olganda shu vaqtgacha 40 dan oshiq loyihalarni bitirib yakunlaganmiz va hozirda bizda hop faqatgina no-code platformalar orqali har qanday veb-saytni 30 kun yoki umuman olganda kam vaqt ichida ishga tushira olish maqsadi qo'yilgan. Ozgina pastroqqa tushavering. Bugun aynan bitta platforma Tilda yoki Framer to'g'risida gaplashmaymiz. Xudo xohlasa, no-code platformalar umuman olganda veb-sayt uchun ishlatadigan no-code platformalarimizdan bir taxminan 5-6 tasi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda nima uchun Tilda? Eng kichkinaroqdan boshlaymiz. Veb-sayt yaratishda kichkinaroq va soddaroq bo'lganligidan boshlaymiz. Birinchi o'rinda drag and drop funksiyasi. Tilda platformamizda drag and drop degan funksiya bor. Bu qanaqa drag and drop? Menimcha yaxshi bilsalaring kerak. Xo'p, Mac bilan Windowsning farqi bor. Misol uchun Macda desktop versiyada turganlaringda ikkita faylni ustma-ust qo'ymoqchi bo'lsalaring yaxshi ishlaydi, ya'ni ustma-ust joylashadi. Xo'p, agar biz o'sha narsani Windowsda qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, elementlarni joylashuvi sal qiyinroq. Ya'ni bu nima degani? Drag and drop funksiyasi har qanday biznes egasi ishlatishga anchagina udobli. Faqatgina no-code emas, oddiy 40 daqiqalik yoki 50 daqiqalik Tilda darsini ko'rgan odam ham bemalol Tildada veb-sayt yaratib keta oladi. Xo'p, bepul CRM tizimlari. Xo'p, mijoz emas, har qanday holatda bizdan CRM tizimlari xohlaydi. Ya'ni zaifga qoldirilganda yoki boshqa holatlarda bizdan CRM tizimlari xohlaydi. Bu holatda biz Amo CRM, Bitrix 24 yoki Tildani o'zini CRMlariga ulashimiz mumkin bo'ladi. Bu imkoniyat agar biz Tildadan foydalanadigan bo'lsak, bu imkoniyat bepulga taqdim qilinadi. Hop, bepulga deganda o'sha Tildani o'zini to'lovlari bor, o'sha to'lovlarni qilgan holatimizda. Ya'ni o'sha Tildani ishlatishimizni ichiga kirib ketadi. Bu CRM tizimlar, bu imkoniyatlar. Hop, faqatgina bu emas, formalar uchun juda ham ko'p. Menimcha har qanday CRM ga ulashning imkoni bor. Tilda kirib ko'rsalaring bo'ladi. Har qanaqa CRM, Google Sheet yoki boshqa platformalarimizga ulashimiz mumkin bo'ladi. Hop, analitika. Xo'sh, analitika xizmati juda ham yaxshi ishlaydi Tildada, boshqa platformalarga qaraganda anchagina yaxshiroq ishlaydi. Bu orqali mijozimiz saytni analitika qilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni to'laqonli analitika qilishi mumkin bo'ladi. Hop, to'laqonli analitika qanaqa? Qayerdan necha foiz saytga trafik tortilyapti? Telegramdanmi, Instagramdanmi yoki necha foiz odam saytga kirib birinchi skrinni o'ziga pastga tushmasdan qaytib chiqib ketyapti? Xuddi shunga o'xshagan yoki bundan ham mukammalroq bo'lgan analitikalar qila oladi. Xo'sh, ishlab chiqish 5x tezroq. Menimcha undan ham tezroq bo'ladigan bo'lsa kerak. Men bu yoqda sal xato ketib qolibdi. Odatiy dasturlashga qaraganda ishlab chiqish anchagina tezroq bo'ladi. Xo'p, shu vaqtgacha 40 plus loyihalar qiladigan bo'lsak, hammasida deyarli, bilmadim, 10 kun, 15 kun vaqt sarflaydigan odatiy dasturlashdan ko'ra, hop, ayrim loyihalarda bo'ldi 3 soat, 4 soatdan bitta loyihalar chiqarib qo'ygan kunimiz bo'ldi. 1 kun, 1,5 kun, 2 kun. Uzoqqa borsa maksimaliy 3 kun yoki 4 kunda bitta platformani, bitta saytni chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hop, o'rganish tezligi. Aytaylik, front-end yoki back-endni bilasizlar, o'rganmoqchi bo'lsalaring, HTML, CSS, JavaScript, React yoki Vue shunga o'xshagan frameworklarni yaxshi o'rganmoqchi bo'lsalaring, 5 yoki 6 oy vaqt ketishi mumkin. Agar no-code sohasini o'rganmoqchi bo'lsalaring, unaqa katta vaqt ketmaydi. Bemalol 2 oyga ham bormaydi, bemalol 1 oyda o'rganib qo'ysa bo'ladi. Hop, bir kishi yetarli. Hop, asosiy narsa bir kishi yetarli. Nima uchun bir kishi yetarli deb yozilgan? Agar siz odatiy dasturlashda veb-sayt yaratadigan bo'lsangiz, ham vaqt uzoqroq bo'lyapti, ham bir kishi emas,
bilmadim, bitta proyekt menejer, bitta dizayner, bitta frontend va bitta backend ishlaydigan bo'lsa, 4 ta kadr kerak bo'lyapti. 4 ta kadr degani siz biznes egalariga qimmatroq narx berishingiz kerak degani. Ya'ni, misol uchun, men no-kod sohasida $700 ga sayt qiladigan bo'lsam, agar kod orqali qiladigan bo'lsam, aynan o'sha saytni kod orqali qiladigan bo'lsam, $700 ga emas, qimmatroq qilaman. Sababi, u yoqda bitta o'zim ishlamayapman, u yoqda 4 kishi ishlayapti. Shu sababdan va ko'proq vaqt, ko'proq resurs sarflayapmiz. Shu sababdan ko'proq biznes egalariga qimmatroq tushib ketib qolishi mumkin. Xo'p, statistikalarga to'xtaladigan bo'lsak, 40 plus loyihalar, 40 plus loyihalar, $1 million loyihalarda umumiy aylanma. Ya'ni yaqinda Millat umidi universitetini mencha biladiganlar bor. Oldin Cambridge bo'lgan, Umid Muhammadovniki. O'shani ham Tilla platformasi orqali qilganmiz saytlarini. Saytning asosiy vazifasi foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish va sotuvni oshirish bo'lgan. O'sha yoqda ham umumiy, aynan Millat umidi emas, umumiy aylanma $1 million dan oshiq aylanma bo'lgan. Va 40 plus konversiya. Xo'p, ozgina tushirsiz. Xo'p, endi Framework platformasiga to'xtaladigan bo'lsak, Framework platformasida biz verska uchun vaqt sarflamaymiz. Bu degani nima degani? Dizaynerlar, ya'ni Framework platformasi bilan Figma platformasi bir xil ishlaydi. Xo'p, bu degani nima? Biz odatiy dasturlashda yoki Tillada yoki boshqa platformalarda ishlaydigan bo'lsak, birinchi dizaynni Figmada qilib olamiz. Undan keyin uni verska qilish uchun kodda yoki Tillada yoki boshqa platformalarda ishlab ketishimizga to'g'ri keladi. Framework platformasi unaqa emas. Framework platformasi Figma bilan bir xil ishlaydi. Biz o'sha framework platformasini o'zida dizayn qilib, o'sha joyni o'zida saytni ishlatib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham katta plus hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda biz verska uchun vaqt sarflab o'tirmaymiz frameworkda. Hop. Xo'sh, 1,5 soatda veb-sayt, kecha qilingan veb-sayt. Bu kecha bitta Loop Agency nomli veb-sayt qilishimga to'g'ri keldi. Bitta biznesga sayt qoldi. Hop, 1,5 soatda 1,5 soat ketdi veb-saytga. Hop, men bu yoqda sal xato ketibdi. Xo'sh, nimaga bunaqa oson? Chunki men bu yoqda primoy dizayn qilib ketyapman. Ya'ni bu yoqda verskaga vaqt sarflab o'tirganim yo'q. Frameworkni o'zida sirazi veb-sayt sifatida dizaynni ishga tushirib ketyapman va ozgina qismlariga ko'proq vaqt ketishi mumkin. Lekin umumiy olganda bitta saytni ko'ra olamizmi? Saytni ko'rishga bitta bosib oling. Xo'sh. Yaxshi bo'lar, saytni ko'rganimizda. Xo'p, mana shu saytga 1,5 soat vaqt ketsa, scroll qilsangiz bo'ladi. Umumiy ko'rsatsangiz yaxshi bo'ladi. Tushirur. Ko'rib turibsizlar, dizayn jihatdan ham anchagina yaxshiroq va animatsion jihatdan ham anchagina yaxshiroq ishlab beradi. Xo'p, shu veb-saytni agar boshqa platformalarda qilgan bo'lganimizda qancha vaqt ketadi deb o'ylaysizlar? Platforma yoki kodda qiladigan bo'lsak, mana shu animatsiyalarga mana shunaqa sifat bilan qancha vaqt ketadi? 2 kun, hop, 1 kun, hop. Xo'sh, aniqaga qaytarsangiz bo'ladi. Xo'sh, pastroq tushuring. Frame responsive. Xo'p, frameworkning responsive funksiyasi bor. Bu qanaqa? Boya aytganimizdek, Figmani biladiganlar bo'lsa yaxshi biladi. After layout degan narsa bor. Biz desktopda o'sha framework aytgandek after layoutdan foydalanib ketadigan bo'lsak, tabletga yoki bilmadim, mobil versiyalarga moslab o'tirishimiz shart emas. Biz desktopni moslaymiz, qolgan devicelarga frameworkni o'zi moslab beradi. O'shanda bizda anchagina vaqtdan yutamiz, loyihani ishlab chiqishimiz tezligi yanada oshib boradi. Xo'p, pastroq tushsiz. Xo'sh, no-kodda loyihalar. Endi asosiy qismiga yetib keldik. Shu vaqtgacha framework bilan Tilla platformasi orqali gaplashdik sizlar bilan. Endi hop, no-kodda loyihalar, kattaroq loyihalar qilsa bo'ladimi o'zi? Shu vaqtgacha biz Goethe universitetini hozir ishlab chiqdik. Hozir saytni ko'rsata olmas ekanman. Bu yoqqa anaqa qo'ymagan ekanmiz. Mayli. Xo'sh, hozirda framework platformasida onlayn magazin saytni yasasa bo'ladi. O'zini defaultni onlayn magazin saytini yasasa bo'ladi. Lekin hop, uni ham o'ziga yarasha minus taraflari bor va plus taraflari bor.
Xudo xohlasa sal pastroq tushuning. Xo'sh, endi no-code e-commerce qilsa bo'ladi. Xo'sh, no-code e-commerce qilish uchun odatiy dasturlashda anchagina ko'proq vaqt ketadi va anchagina ko'proq kadrlar kerak bo'ladi. Biz Framerda xuddi shunaqa imkoniyat bor. Framerni o'zida e-commerce ishlab chiqarsa bo'ladi, lekin buni ham minus taraflari bor. Bu yerda ko'rib turibsizlar, to'lov tizimi qismiga keladigan bo'lsak, Visa, Mastercard va boshqa xalqaro to'lov tizimlariga ulash mutlaqo oson. O'zida bu imkoniyat bor, lekin Payme, Click va O'zbekiston to'lov tizimlari uchun kod yozishimiz kerak bo'ladi. Endi pastroq tushing. Xo'p, bu muammoga yechim topganmiz. Qarang. Bu WooCommerce WordPress e-commerce versiyasi. Bu WooCommerce nima qiladi? E-commerce xuddi o'sha WordPress yoki Shopify ga o'xshagan e-commerce'larni ishlab chiqadi. Faqat buni yana bitta plus tarafi, bu to'lov tizimlari bilan integratsiyasi mavjud. O'zbekiston to'lov tizimlari uchun o'zlari plugin ishlab chiqishgan. Ya'ni u uchun отдельный kod yozib o'tirishimiz shart emas. Ozgina basroq tushing. Xo'sh, endi WooCommerce'da, Shopify'da boshqa platformalarni ko'radigan bo'lsak, ularni dizayni anchagina yomonroq, anchagina taxtaroq. Endi biz shunga yechim sifatida topdik Shopiframe va WooCommerce. Biz qanaqa holatda yechim topdik? Aytaylik, e-commerce'da nima bo'ladi? Front-end bo'ladi, back-end bo'ladi, to'g'rimi? Biz front-end sifatida dizayn jihatdan Framerni olamiz, back-end produktlar, to'lov tizimlari uchun bo'ladigan bo'lsa, Shopify yoki WooCommerce'ni ishlatishimiz mumkin. O'sha holatda bizda produktlarimiz Shopify yoki WooCommerce'dan keladi. Dizayn jihatdan bo'ladigan bo'lsa, Framerni o'zi ko'rib turibsizlar dizaynni qanaqaligini, bundan keyingi saytlarimizda ham ko'rdilaring. Framer dizayn jihatdan har qanaqa no-code platformasini ortda qoldira oladi. Animatsion jihatdan, dizayn jihatdan anchagina yaxshiroq ishlaydi. Aynan Framerni o'zi dizaynga ixtisoslashganligi uchun va mamlaqa onlayn magazinlar, kattaroq bo'lgan onlayn magazinlar qila olmaganligi uchun xuddi shunaqa yechim bor bizda. Shopiframe va WooCommerce yechimi bor. Front-end sifatida Framerni ishga tushiramiz, back-end sifatida bo'ladigan bo'lsa WooCommerce'ni ishga tushiramiz. Xo'p, shu yerda yana bitta narsani aytib ketdik. Shopiframe yoki WooCommerce'dan foydalanadigan bo'lsak, biz to'laqonli backend chop tashlaymiz. Agar bizdan mobilchilar, Flutterflowchilar bizdan mamlaqa yaqinda bitta holat bo'ldi. Klientim xohlayaptiki, biz WooCommerce qilmoqchimiz backendini. Lekin klient xohlayapti mobilda, ya'ni men adminkadan ma'lumot qo'shganimda ham mobilda ishlasin, ham veb-saytda ishlasin degan anaqani beryapti, menga taklifni beryapti. Bu holatda Shopiframe bu holatda ishlamaydi, WooCommerce bu holatda ishlaydi. Ya'ni siz umumiy e-commerce qilayotgan paytingizda front-end sifatida Framerni ishlatamiz va WooCommerce integratsiya qilamiz. Shu holatda sayt bo'ladigan bo'lsa backend chopilyapti. Bu yoqda WooCommerce o'zining login registrlari ham bor, to'lov tizimlari ham bor, hamma narsasi bor. Agar biz mobil endi API bermoqchi bo'ladigan bo'lsak, mobil integratsiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, WooCommerce aynan shu imkoniyatni beradi. Bu holatda bizda Flutterflow orqali yoki Flutter orqali mobil app qiladigan bo'lsak, backendni chopib tashlayapmiz va backend umuman ishlashimiz kerak emas. Xo'p, chunki bizda WooCommerce platformasi bor. Framerdan foydalanadigan bo'lsak ham front-end Framerda, WooCommerce bo'ladigan bo'lsa backendda ishlayapti. Xuddi shunaqa integratsiyalar orqali biz bemalol bitta e-commerce'ni no-code orqali chiqara olamiz. WooCommerce orqali marketplace qilish imkonimiz ham bor. Qisman marketplace, ya'ni Zoomga o'xshagan yoki undan kattaroq bo'lgan marketplace'larni hali sinab ko'rmadik, lekin menimcha eplasa bo'ladi. Xo'sh, ozgina pastroq tushing. Xo'sh, hamma narsa tayyor, demak no-code'da ham katta saytlar qila olar ekanmiz. To'lov tizimini olyapmiz. Login page, register page, bularni hammasini no-code orqali qila olyapmiz. Bu yoqdagi asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam, no-coderimiz bitta platformaga bog'lanib qolishimiz kerak emas. Xo'p, shu vaqtgacha izlangan bo'lsak, shu vaqtgacha komandamiz bilan har kuni deyarli yangi no-code platformalarni ko'rib chiqamiz. Hali topmadik hamma narsasi idealni ishlab beradigan no-code platformani, konstruktorni. Misol uchun Framerni oladigan bo'lsak, Framer qanaqa? Dizayni zo'r, animatsiyalari zo'r, ishlash tezligi zo'r, hamma narsa zo'r, lekin mamlaqa WooCommerce o'xshagan Shopify'ga keladigan bo'lsa, hop, aqli yetmay qoladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, eplolmay qoladi bu holatni. Aynan shu holatlar uchun shunaqa bo'lishimiz kerakki, hop, ikkita, uchta yoki undan tashqari bo'lgan platformalarni bir-biriga bog'lagan holda
biznes egalariga, umuman ITga yaxshiroq va yangiroq bo'lgan yechim olib kirib bera olishimiz kerak. Ko'rib turibsizlar, bizda WooCommerce bor, Shopify bor, xuddi shunga o'xshagan boshqa platformalar orqali biz no-code, oddiy no-code'da ham boya bular savol berdilar, marketplace qilsa bo'ladimi? Ha, marketplace qilsa bo'ladi. Boya Jamshidga chiqqanlarda marketplace qilsa bo'ladimi? Kimdir savol berdi. O'sha vaqtda aynan mana bir resheniyadan foydalanadigan bo'lsak, marketplace ham qila olamiz. Xo'p, yaqinda ko'rdim, Framer platformasi orqali bitta plugin bilan YouTube platformasini qilishgan. Ya'ni YouTube'ga o'xshagan platforma qilishgan. Endi aynan YouTube'ga o'xshab tezligi, ishlash tezligi, xo'p, sifati bunaqa darajada menimcha hali hozircha qila olmaydi. Lekin xuddi o'shanga o'xshagan video kurs yoki umuman olganda video kursi bo'ladigan veb-saytlarni ham, video kursi bo'ladigan platformalarni ham Framer platformasida ishlab chiqsak bo'ladi. Ya'ni boya aytganimdek, bittagina platformaga emas, ko'plab platformalardan yaxshiroq resheniya chiqarib bera olishimiz kerak. Xo'p, asrorchisiz. Xo'sh, dunyo bo'yicha statistika, boya gaplashib o'tdik bu mavzuni, Jamshid aka ham aytdilar. Yirik korxonalarda no-code'dan foydalanishyapti. Hozircha 65%, foydalanuvchilarning 85% no-code orqali loyihalarga qo'shimcha qiymat olib kelishganini bildirishgan. 85%. Dunyo bo'yicha bu statistika, O'zbekiston bo'yicha emas. O'zbekiston bo'yicha menimcha hali unaqa darajada no-code rivojlanib ketmadi. Xo'p, hech qanday kod yechimlarini ishlab chiqish vaqtini 90% ga qisqartira olmaydi. Bu 90% ga qisqartira olmaydini menimcha hop sizlarga hozir aytib ham berdim. Qanaqa holatda, nima uchun no-code'da anchagina ishlarimiz tezroq va yaxshiroq chiqishini. Hop, ozgina pastroq tushsiz. O'zbekistonda katta kompaniyalar foydalanishadimi no-code'dan? Hop, boya aytganimdek, biz bittagina Tilda yoki Framerda ishlamaymiz. Biz har qanaqa sohaga no-code orqali kira olmoqchimiz. Bizda asosiy bermoqchi bo'lgan narsamiz no-code, umumiy no-code'da har qanaqa narsani chiqazish. Misol uchun, hozirda izlanayotgan narsamiz CRM tizimlar. Muhammadjon aka aytdilar, hozir o'zimiz ham AppSheet CRM tizimini ko'rib turibmiz, ERP'lar uchun. Xo'p, undan tashqari bizda Agrobank, Hamkorbank, Aloqabank, Turonbank bu banklar bizdan Creatio degan CRM platformani no-code sifatida foydalanishadi. Qolganlariga HBS akademiyasi misol uchun Macproga Shopify orqali e-commerce qilishgan, misol uchun Merit, Iman, Yuksalish, boshqa platformalarga bo'ladigan bo'lsa, o'sha no-code orqali resheniya berishgan. Xo'sh, o'sha umumiy aytmoqchi bo'lgan narsam bizda platformalarga bog'lanib qolish xato. Xo'p, misol uchun Tildada aytaylik, boya aytganimizdek formalar yaxshi ekan, formalar ko'p ekan, integratsiyalar ko'p ekan, to'lov tizimlari, boshqa forma integratsiyalari ko'p ekan, lekin boya aytganimizdek dizayni anchagina taxtaroq. Anchagina yomon ishlaydi. Dizayn analitikasi zo'r, lekin dizayni anchagina yomonroq. Shu Framerga kiryapmiz. Framerda dizayn zo'r, animatsiya zo'r, ishlab chiqish tezligi zo'r, lekin Tildadagi formalarimiz yo'q. O'sha Framerda email bor, emailga yuborishimiz, Google Sheetga yuborishimiz yoki webhookga yuborishimiz. Aynan shu mavzuda aytaman. Biz qanaqa qilib ayrim loyihalarda kelib qolyapti, Amo CRMga ulagan yoki boshqa CRM platformalarimizga bizni zaifligimizni qoldirgandan keyin, ya'ni sen Framerda sayt qilib berasan, o'sha Framerda qilib bergan saytingni Amo CRM yoki boshqa CRM platformalariga yuboradigan qilib bergin degan holatda biz o'sha integratsiyalarni kod yozish orqali emas, o'rtada turaveradigan platformalar bor. Zapier degan platforma bor. U platforma qanaqa ishlaydi? Birinchi biz Google Sheetga tashlaymiz, Google Sheetdan Zapierga tashlaymiz. Zapier bo'ladigan bo'lsa, o'sha mijozimizni o'zi xohlagan platformaga olib o'tib berishi mumkin bo'ladi. Ya'ni no-code orqali ham, misol uchun ayrim holatlarda ko'rdim, Framerni aytishyapti, Framerda formalari yo'q. Ya'ni bitta biznes egasini ko'rdim, Framerda anaqalari yo'q, formalari yo'q. O'shaning uchun kodda qilib qo'yganim yaxshiroq degan yechimga kelishyapti. Yo'q, unaqa emas. Boshqa platformalarni integratsiya qilish orqali ham o'sha Framerdagi animatsiyani, formaga bo'ladigan bo'lsa, Zapierdan foydalanib, yaxshiroq va tezroq yechim bera olishimiz mumkin. Ya'ni bizdagi asosiy maqsadimiz iloji boricha har qanaqa loyihani tezroq muddatda no-code orqali kamroq resurs sarflab, kamroq kadr sarflab ishlab chiqish. Xo'p, yaqinda bitta ijtimoiy eksperiment o'tkazib ko'rdim LinkedInda ko'rgan bo'lsalaring, taxminan 5 kun, 6 kun orqa-morqa har kuni no-code to'g'risida yozib chiqdim. Faqat no-code'ni maqtadim. O'zbekistonda hali no-code'ni unchalik yoqtirishmaydi.
ayniqsa dasturchilar juda ko'p hate bo'lib ketdi. Dasturchilar yozdi, unaqa, bunaqa, no-code bunisi yomon, no-code bunisi yomon. Xo'p, men shu narsani aytaman, rostdan ham no-code'ni qiynalgan joylari bor, minuslari bor, pluslari bor. No-code alohida soha. Dasturchilarga aytaman, no-code alohida soha. No-code bilan kodni bir-biriga solishtirib ko'ra olmaymiz. Qila olgan joygacha no-code'da qilamiz. Aqli yetmadim, boshqa platformalarni qarab ko'ramiz. Boshqa platformalar bo'lmaydigan bo'lsa, kod yozish orqali ham o'shanga yechim bera olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yoqda o'sha aytmoqchi bo'lgan narsam, no-code'ni katta loyihalar qilib bo'lmaydi degan narsaga yechim berish. Faqatgina landing page, faqatgina corporative page emas. Har qanaqa loyihani no-code orqali qilsa bo'ladi. Faqatgina ko'proq resource qilishimiz kerak, ko'proq izlanishimiz kerak va boshqa platformalarni ham topish orqali o'sha no-code orqali rishini berish mumkin. Juda bo'lmaganda ozgina kod yozib olamiz, 15 qator kod yozib olamiz, o'sha rishinamiz chiqib ketadi. Lekin o'sha aytganimdek, ozgina kod yozganimiz bizga umuman olganda 10 kunga yoki 15 kunga ketadigan vaqtimizni anchagina kamaytirib beryapti. Lekin asosiy hozirgacha bo'lgan proyektimizda juda ham kamdan kam kod yozamiz, juda ham kamdan kam. Chunki ko'ryapmiz, Framer'da yoki boshqa platformalar orqali o'zimiz xohlagan risheniyani hozircha topa olyapmiz. Va boya aytganimdek, to'laqonli yaxshi ishlab beruvchi, to'laqonli hamma imkoniyatlari mavjud bo'lgan no-code platforma yo'q. Tildani ham muammosi bor, Framer'ning ham muammosi bor, boshqa platformalarning ham muammosi bor. Shu sababdan bizning asosiy vazifamiz, bizning asosiy no-coderlarning yoki no-code dasturchilarning asosiy vazifasi o'sha no-code orqali boshqa platformalardan foydalanib turib, misol uchun sayt kelyapti, sotuvchi sayt kelyapti, nimada? Tildada qilamiz. Bizga nima kerak? Ammo CRMni tezroq ulashish kerak. Biznes egasini o'zi ham tezroq imkoniyatlarni, ya'ni tezroq umuman o'zgartira olish kerak. Shu holatda biz tildani tanlaymiz. Xo'p, yana bittasi kelyapti-da, animatsion veb-sayt kerak, zo'r ishlab bersin, chiroyli bo'lsin, dizaynlar dahshat bo'lsin, 1,5 soat yoki 2 soat yoki 3 soat vaqt ichida saytini tayyorlab ber deyapti. Bu holatda nima qilamiz? Framer'ga o'tamiz. Undan keyin kelyapti-da bittasi, e-commerce qilib ber menga, animatsiyasi ham bo'lsin, xo'p, adminkasi ham bo'lsin, hamma narsasi zo'r bo'lsin degan holatda biz nima qilyapmiz? Shopify bilan WooCommerce yoki Framer'ni bir-biriga integratsiya qilish orqali no-code orqali rishini bera olyapmiz. Xo'p, asosiy aytmoqchi bo'lgan narsalarim shu. Xudo xohlasa, agar skaner qolinglar, roadmap yuboraman. Umumiy no-code bo'yicha roadmap yuborishim mumkin bo'ladi. Savollar bo'limiga kelsak bo'ladi. Xo'p, savollar. Savzulloh Fathullayevga agar savolingiz bo'lsa, qo'yinglar ko'tarsanglar. Savol mavjud. Assalomu alaykum. Ikkita savolim bor sizga. Birinchisi, 1,5 soatda sayt yaratdingiz. Qanchaga gaplashasiz mijoz bilan? Ikkinchisi, Framer'da o'zingiz o'rganganmisiz yoki ustoz bilan? Xo'sh, Framer'ni o'rganish, agar dizayner bo'lsangiz, Framer'ni o'rganish shart emas. Deyarli bir xil ish edi Figma bilan. Xo'p, agar umuman IT sohasiga endi kirayotgan bo'lsangiz, Framer'ni o'rganishga YouTube'da o'zining darslari ham bor. O'zbekcha darslik menimcha topa olmadim hozircha. O'zbekchani full to'liq darslik topa olmadim. Asosiy qanaqa qilib o'rgansa bo'ladi? Amaliyotsiz o'rgansa bo'ladi. Ya'ni risk qilib bitta proyekt olasiz, $300, $400 atrofiga risk qilib bitta proyekt olasiz, uni Framer'da qilmoqchi bo'lasiz, majbursiz. Bo'lmasa klientdan gap eshitasiz, agar o'sha vaqtida, o'sha deadline'ga amal qilmaydigan bo'lsangiz, majbursiz. O'sha holatning o'zida siz ko'proq resource qilishingiz to'g'ri keladi. Resource qilib bemalol o'rgansa bo'ladi. Xo'p, Framer'ni umumiy shu, o'rganish jihatiga keladigan bo'lsak shu. Xo'p, keyingi savol, 1,5 soatni qancha gaplashgansiz? Xo'p, $400 gaplashganman 1,5 soat. Sotuvchi saytlarning umumiy narxi shunaqa, $400, $5 atrofi bo'ladi. Yomon ko'rsatkich emas. Ikkita savol bormi? Ishtirokchilar. Hozirgi savollarni o'ylashyapti, ikki savolga endi paydo bo'ladi. Mayli. Keling, hurmatli ishtirokchilar, endi ko'rsatganlar, fikrimizni o'zimizga tushuntirib qolamiz. Eng so'nggi prezentatsiyani yakunladik va hurmatli ishtirokchilar, eslatib o'taman, ushbu tadbirimizni raqamli rivojlantirish vazirligi hamda raqamli ta'lim rivojlantirish markazi rahbarligi tashkillashtirdik va hurmatli ishtirokchilar, meetupimiz shu bilan o'z yakuniga yetadi. Sizga esa tashrif buyurganingiz uchun tashakkur qilib qolamiz. Rahmat.
umumiy rasm tuzishimiz kerak. Ha, albatta. Har doimgidek meetupning so'ngida barcha ishtirokchilar bilan ana shu sahnada suratga tushamiz. Marhamat, sahnaga kelishingiz mumkin. Va suratga tushgandan so'ng spikerlarimizga bemalol o'z savollarini, qiziqtirgan savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Nafaqat spiker va boshqa mutaxassislarga ham murojaat qilishingiz mumkin. Hozir bo'lsa, marhamat, sahnaga chiqib suratga tushishga tayyorlansak bo'ladi.